O'shandan keyin men aytdim, bo'ldi, men umuman O'zbekistonda boshqa ish qilmayman, faqat Upwork'ga urg'u beraman. Bo'ldi, Upwork bu yoq deganman. Hozirgi paytda mana shu frilanserlikdan kelayotgan daromadni ayta olasizmi? Albatta, o'zimda daromadimni aytaman bu yerda, chunki ana agentstvadan tashqari o'zimga shaxsiy o'zimga keladigan daromad frilanserlik plyus boyagi kontraktlar hammasi o'rtacha 10 ming bo'ladi oyiga. Zo'r. Mana bundan ortiq motivatsiya kerak emas talabalarga. Oyiga $10,000 kim xohlamaydi? Boshqa korxonalarda ishlasangiz ham O'zbekistonda hali $10,000 to'laydigan korxonalar 100 tadan bitta bo'lmasa, bo'lmasligi ham mumkin-da. Yo direktor bo'lishi kerak, yo CEO o'sha kompaniyada. O'shaning uchun mana frilanserlik sizni qayergacha olib kelib qo'yishi mumkin. Boshlanishiga deyarli hech kim qaramaydi. Upwork'dagi hamma frilanserlar noldan boshlangan. Hech qaysi Noldan boshlangan. birdan yoki 100 dan boshlanmagan, hammasi noldan boshlangan. Shu sababli bitta maslahatim shu yerda proposalni topshirishdan charchamaslik kerak. Boshlanishiga kuniga 10 ta, 15 ta farqi yo'q. $50 ga proyekt qildiradi. $50 ga butun boshli ilovasini qildiradi. O'shani oldim. Majburlikdan olganman. Olaman, qilaman, menga yaxshi unaqa baho berasan, unaqa yozib berasan. Asosiy reytingni ko'tardim. O'sha 3 oy vaqt ketdi menga o'sha O'zbekistonga kelganiga. 3 oyda men qayta 100% chiqishga aniq qildim. O'shandan keyin men aytdim, bo'ldi, men umuman O'zbekistonda boshqa ish qilmayman, faqat Upwork'ga urg'u beraman. Bo'ldi, Upwork bu yoq deganman. Eng asosiysi, mana shu bitta klientimning orqasida men o'sha top rated bo'ldim. Top rateddan keyin top rated plus bo'ldim. Keyin o'sha outsourcing kompaniyamiz ham o'shaning orqasidan top rated plus oldi. U klient masalan men общий ishimni yarmi hisoblanadi. Ya'ni ishlagan pulimning yarmi bitta klientdan kelgan. Demak, siz hozirgi paytgacha topgan $100,000 dan oshiqroq daromadingizni 50% o'sha bitta xaridoringizdan kelyapti. Bitta klientdan keyin. Mana rosa zo'r misolda bu hozir haqiqiy motivatsiya olsa bo'ladigan narsa. Keyin yana proposal tashlashni boshladim, lekin unda ham hech kim javob bermadi-da. O'shandan keyin men o'sha paytda o'ylagandim, bo'ldi, mencha Upwork tugadi deganimda. Keyin o'rtog'im bor edi, o'sha birga o'qiydigan o'rtog'im bor edi. O'sha yana dalda bergan menga, to'xtatma, topshirib ko'raver deb. O'shanda keyin topshirganman. Bitta ish oldim keyin. Assalomu alaykum hammaga. Moxie School'da Coaching Calls'ning birinchi mehmoni bizda Bekzod Rahmatov. Assalomu alaykum Bekzod, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat, xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Sizlar bilishinglar uchun Bekzod Upwork'da muvaffaqiyatli o'zini karyerasini qurib allaqachon ulgurgan va Upwork'da hozir uni statistikasi $100,000 dan oshiq daromadga erishgan. Mana endi keling, bugungi podkastimizda qanday qilib Bekzod shu darajadagi muvaffaqiyatga erishgan, qanday qilib Upwork'da o'zini to'liq karyerasini qura olgan va uni strategiyalari qanaqa, Bekzoddan barcha o'rgana oladigan narsalarimizni aynan shu podkastda o'rganib o'tamiz. Qani boshladik. Assalomu alaykum Bekzod, yana bir marta. O'zingizni tanishtirsangiz, keyin sizga bir qancha qiziq savollarimiz bor. Sizdan bugun imkoni boricha Upwork haqida, o'zingizni tajribalaringiz haqida bilib, endi Upworkni boshlayotgan talabalar, endi Upworkni boshlayotgan ishchilar, istalgan sohadagi odamlarni qanaqa qilib Upworkga kirib kelishi mumkin va qanday qilib siz kabi yuqori daromadlarga erishish mumkinligi haqida o'rganamiz. O'zingizni bilmaysiz, ayamaysiz degan umiddamiz. O'zingizni bir tanishtirsangiz. Assalomu alaykum Farhod aka. Avvalambor podkastingizga taklif qilganingiz uchun sizdan minnatdorman. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, mening ismim Bekzod Rahmatov. Men 7 yillik iOS dasturchiman, ya'ni Upwork'da ham full time freelancerman. Ustiga o'zimizning Zebex Group kompaniyasining asoschisiman. Zebex Groupda biz asosan outsourcing bilan shug'ullanamiz. Ya'ni bu Upwork bilan chambarchas bog'liq. Chunki biz proyektlarni asosan Upworkdan topamiz. Tushunarli. Endi hammaga qiziq narsada, misol uchun birinchi marta Upworkga kirib kelishingizdan oldin sizga nima motivatsiya bo'lgan? Frilanserlikni boshlashingizga nima asosiy sabab bo'lgan?
Bu judayam yaxshi savol, chunki ko'pchilik boshida frilanserlikni boshlasammikin yoki oylikka ishlasammikin degan savollar bilan yuradi. Men o'zim 2016-yilda Janubiy Koreyaning Sejong universitetiga Computer Science bo'yicha o'qishga borganman va o'qish davomida biz asosan u yoqda restoranlarda yoki bo'lmasam qurilish ishlarida ishlab yurardik. O'shanda men o'zimga qanday qilib ofisda ishlasam yoki qanday qilib yaxshiroq ishda ishlasam deb har xil yo'nalishlarni harakat qilib ko'rganman. Boshida YouTube ham qilib ko'rganman. YouTube'da kanalim bo'lgan. Undan keyin YouTube kanalim yopilib ketib, уже iOS dasturchilikdan o'rganishni boshlaganman. Va 2018-yilda shu Koreyadagi bitta Choice degan kompaniyaga anaqa internship bo'lib kirganman. O'shandan keyin men ancha u yerda ishladim, oylikka ishlagan paytlarim. Keyin qanday qilib yana ko'proq daromad qilish yoki bo'lmasam onlayn ishlash mumkin degan savollar bilan o'sha Upwork platformasini topganman va o'sha paytlarda Upworkga kirish men uchun juda ham qiyin bo'lgan. Chunki u yerda yetarlicha bilimlarimiz bo'lmaganligi uchun Upwork bizni ancha paytgacha platformaga qabul qilmagan. Faqat ishlarni qidirsak bo'ladi, lekin topshirishga ruxsat bermasdi. Chunki bizda anaqa verifikatsiya qilmagan. Shu sababli Upworkga ko'p ishlarga topshirilmagan, ko'piga emas, umuman topshirilmaganman, chunki o'sha verifikatsiyadan o'tmaganman. Keyin 2020-yilgacha o'sha o'zimda anaqamda nima edi? 2020-yilgacha part time shu kompaniyada ishlab va o'qishni ham shu paytda bitirdim. Keyin full time Koreya kompaniyasiga kirib, viza olib, endi orom full time dasturchi sifatida ishlab, yana o'sha Upworkga qaytishga harakat qildim. Endi u paytda endi menda 2 yillik tajriba bor edi va o'zimga men uverin edim o'sha paytda masalan ishlash uchun. Keyin yana bir harakat qilib ko'rdim. Va unda qandaydir ularni politsiyalari o'zgarib, endi xohlagan odamni qabul qilaveramiz, faqat o'ziga connection olsang bo'ldi, connectionlaringni ishlatib, xohlagan ishingga topshiraver degan ma'noda. Bundan men juda ham xursand bo'lib ketganman, chunki shuncha yildan beri qabul qilmagan Upwork nihoyat ishlashga ruxsat berishdi. Lekin bu degani hali men Upworkda ishni oldim degani emas, chunki u ishlashga topshirishni boshladim. Ko'p proposallar jo'natdim har xil klientlarga, lekin deyarli hech kim meni anaqamni ko'rishmagan proposallarimni. O'shandan keyin men ularni anaqa Instagramlarini kuzatishni boshladim, veb-saytlarini kuzatishni boshladim va birinchi klientimni shu Instagramiga yozib ko'rdim. O'zlarining anaqasi bor ekan, biznes profili bor ekan, o'shanga yozib ko'rdim. Men shunaqa yo'nalishchiman. Demak, bitta savol. Birinchi 2018-yilda birinchi marta Upwork haqida qiziqib, eshitib kirib kelgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Endi 2018-2017 bo'lishi mumkin, 2018-2017 bo'lishi mumkin, aniq esimda yo'q. O'zi xuddi menda ham o'sha yilini hozir aniq eslolmayapman. 2020-yillar atrofida yoki 2019-yillarda edi. Men ham topshirganman. Upworkda o'sha profilimni har safar submit qilardim. Faqat отказ olardim. Profil tasdiqlanmasdi, verifikatsiyadan o'tmasdi. Bir 4-5 oy davomida verifikatsiyaga men ham topshirib yurdim. Hech biri o'tmadi. Keyin aynan o'sha yilni o'zida 6 oylardan keyin Amerikadagi bitta tanishimga aytdim, meni profilimdan kirdi, Amerikada turib submit qil deganman. O'shanda tasdiqlanib ketdi. Keyin bilganmanki, boshida boshlaganida o'sha Amerikada Upwork ochilib boshlangan paytida ular faqat o'sha Amerika hududidagilarga ruxsat berishgan, boshqalarga IP adres orqali taqiqlab qo'yishgan. Verifikatsiyadan o'ta olishmagan. Hozir zo'r tarafi istalgan odam bemalol Upworkdan verifikatsiyadan o'tib, o'zini frilanserligini qilishi mumkin. Shunaqa. Keyin o'sha o'zim anaqa topshirib bo'lgandan keyin ham ancha Upworkda ishlaganimdan keyin ham ko'pchilik tanishlarim
O'zbekistondan turib o'tilmayotganligini eshitdim. Chunki u yerda asosan ingliz tili so'ragani uchun ko'plar ingliz tilida yig'ilgan paytlari bo'lgan ekan. Xo'sh, siz Upwork'ga shunaqa tarzda kirib keldingiz, allaqachon tajribangiz bor edi. Sizda ancha ishlagan, Koreyada ham ishlagan ekansiz, tajribalisiz. Upwork'da birinchi ishingizni shuncha tajribangiz bo'lsa ham topish oson bo'lganmi? Albatta bo'lmagan, chunki o'sha birinchi kirgan paytda hammada bo'ladigan muammo ko'plab proposal tashlagan bilan ko'pchilik qiziqmaydi, chunki u yerda juda ham katta nima desam bo'ladi, competition bor, ya'ni musobaqa bor. Chunki u bitta ishga taxminan 50 kishigacha odam topshirishi mumkin. Uni orasida sizni tanlab olish juda ham qiyin bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan men buni to'xtatmay topshirishga harakat qildim va o'zim ham bundan ular javob yozmagandan keyin ularni saytlariga kirishni va Instagram profillariga kirib ularga aloqaga chiqishni boshladim. Balkim kimdir yozib qoladi. Shu sababli birinchi topshirgan anaqa propozallarim orasidagi birinchi klientim Instagramdan menga javob yozgan. Sen bilan intervyu qilib ko'ramiz, agar yoqsa sen bilan ishlaymiz degan. Bu klientim Gonkongdan bo'lgan. Gonkongda ular sport endi Gonkongda manaqa tashqi anaqalar ko'p-ku, nima edi, outdoor activities deydi. Tashqi nima desam bo'ladi. Chiqib tog'larga chiqish yoki bo'lmasam Rioda nimalardir uchish, masalan kayaklar va o'shanaqangi anaqalarni nima edi, o'rgatadigan platforma qilmoqchi bo'lgan hammaga. O'shani iOS dasturini qilishga biz intervyuda gaplashdik. O'shanda ularga ma'qul kelishdi va biz o'sha ishni Upworkdan tashqarida qilishni boshlaganmiz. U paytda ham Upworkni boshlamagan. Chunki ular menga to'g'ridan-to'g'ri o'zimni koreyskiy akkauntimga pulni tashlab berardi haftasiga. Keyin o'sha yerda masalan Koreyadagi bitta akamiz bor edi. U maslahat berib qoldi. Agar hozirgi klienting Upworkda allaqachon Upworkdan topgan bo'lsang, uni Upworkga o'tkazib olsang, senga ertaga masalan history ko'rinishi, tarihi bo'lishi, senga plyus taraflari ko'p bo'ladi degan. Keyin uni men klientimga aytganman, shunaqa qiling, Upworkga qilaylik. Mayli, endi u paytda adashmasam 20% olardi boshida. 20%, keyin sekin nechadir summa ishlaganingizdan keyin kamaytirib borardi. Mayli 20% bo'lsa ham Upworkda ishlashni boshlaylik deganmiz. Va o'sha ishimni soatiga $15 olganman. Shu yerda endi bitta savol bor. Demak, birinchi klientingizni siz Upworkdagi ish e'lonlaridan topgansiz. Keyin ular javob yozmagani uchun ularni kompaniyasini izlab, customer research qilib, Instagramini, kompaniya nima ish faoliyat bilan shug'ullanish haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ldingizda, keyin ularga Instagramdan bog'landingiz, to'g'rimi? Shunaqa. Instagramdan xabar yozganimda omadim kelib qolgan va ular menga javob yozgan. Bu ham mana sizlar bilib qo'yishinglar mumkin bo'lgan bitta yaxshi strategiya. Agar sizlar Upworkda topayotgan kompaniyalar yoki ish beruvchilarni ko'rib, ular haqida yaxshi ma'lumotni o'rganib, o'zinglarning resursni qilib turib ularga bog'lana olsanglar, albatta imkoniyati bor ular bilan ishlab ketishni. Lekin boya mana Bekzod ham aytib o'tdi, faqat klientni Upwork platformasida saqlab turganini juda ko'p plyus tomonlari bor. O'zi Upworkning qonun qoidasi ham shunaqa, xaridorni Upworkdan chetga chiqarib yuborish mumkin emas, taqiqlanadi. Faqat Upworkda ishlash kerak. Agar sizlar xaridorni Upworkda saqlab turadigan bo'lsanglar, faqat Upwork orqali ishlaydigan bo'lsanglar, sizlar bitta narsa haqida o'ylashinglar mumkin. Hozir bitta klient haqida emas, kelajakda ko'proq keladigan xaridorlar, ya'ni ko'proq klientlarga olib kelishiga sababchi bo'ladi. Chunki bitta xaridor bilan siz reytingingiz oshadi. Undan keyingi keladigan xaridorlar ham siz o'sha tajribangizni ko'rib turib, sizga ish berishga ishonch hosil qilib, ishni boshlay oladi. Qo'shilasizmi shu gapga? Albatta, bu juda ham yaxshi strategiya. Chunki
Boshlanishiga deyarli hech kim qaramaydi. Upwork'dagi hamma freelancerlar noldan boshlangan. Hech qaysi Yo'ldan boshla. 1dan yoki 100dan boshlanmagan. Hammasi noldan boshlaydi. Shu sababli bitta maslahatim shu yerda proposalni topshirishdan charchamaslik kerak. Boshlanishiga kuniga 10 ta, 15 ta farqi yo'q, topshiraverish kerak. Ha, to'g'ri. Kuniga mana 10 ta 15 tadan aynan men ham ko'p videolarimda aytib o'taman. Kuniga 15 ta 20 ta proposal topshirsa, shundagina sizga ba'zida 10%, ba'zida undan ham kamroq nisbatda sizga javob keladi. 15 ta yozganingizdan ikkitasi yoki 3 tasi yoki bittasidan javob kelishi mumkin. Lekin uni bir haftada davomida qiladigan bo'lsangiz, yana uni darajasi oshib, sizga javob keladigan xaridorlarning soni oshadi. Lekin xaridorlardan javob keldi degani ham bu sizni hali kontrakt tuzadi deganingiz emas. Keling, buni hozir keyingi savollarda Bekzod bilan yana gaplashamiz. Mana boshida boshlagan paytingizda Bekzod ko'pchilikda bo'ladi. Ancha harakat qiladi. 10 ta 15 talab proposal yozadi, 20 talab ham harakat qiladida, 2 hafta, 1 hafta qilib, uzoq 1 oy qilib ko'radida, o'xshamaganidan keyin shundoq taslim bo'lib tashlavoradi. Sizda shunaqa emotsiyalar bo'lganmi? Bo'lmas ekan bu joydan pul topib bo'lmas ekan deb turib, bo'ldi ishlamayman degan paytlar. Albatta, o'sha birinchi ishimiz menda uzoq davom etgan, ya'ni 6 oydan oshiqroq davom etgan va o'sha oralarda men deyarli hech qanaqa proposal tashlamay qo'ydim, chunki o'zimni full time ishimdan tashqari bu yana 20 soat bo'lgan, bunaqasi limiti 20 soat plus o'zimni full time'im menga yetib ortgan. Shu sababli men hech kimga o'sha proposal tashlamay qo'ydim va ancha vaqt o'sha Upwork'da yurmay qo'ydim. Ya'ni faqat pul kelib turadi, yechib olib turaman, pul kelib turadi, yechib olib turaman. Bo'ldi, faqat track qilaman, lekin ortiqcha proposal tashlamayman. Keyin o'sha paytlarda ham masalan Upwork'da o'zini algoritmlari bor edi menimcha. Agar siz proposal tashlamasangiz, o'sha sizni akkauntingizda, ya'ni sizga ish kerak emas deb o'ylashi mumkin Upwork va sizga hech qanaqangi suggestion bermaydi, ya'ni takliflar ham bermaydi va qidiruvda ham sizni topga chiqarmaydi. Men tushunishim bo'yicha shunaqa edi o'sha paytlar. Keyin ancha shu bitta klient bilan ishlagandan keyin oxiri boyagi proyektimiz tugadi va o'zi menda full time ishimdan keyin ham vaqtim yetmay qoldi. Shundan keyin men ancha payt Upwork'da ishlamay qo'ydim. Keyin yana proposal tashlashni boshladim, lekin unda ham hech kim javob bermadi-da. O'shandan keyin men o'sha paytda o'ylagandim, bo'ldi, menimcha Upwork tugadi degandimda. Keyin o'rtog'im bor edi, o'sha birga o'qiydigan o'rtog'im bor edi. O'sha yana dalda bergan menga, to'xtatma, topshirib ko'raver deb. O'shanda keyin topshirganman. Bitta ish oldim keyin. Birinchi xayolingizga kelgan paytda allaqachon qancha vaqt sarflab bo'lgan edingiz? Mana bo'ldi, endi ishlamayman degan paytingizda proposallar yozib, Upwork'da harakat qilganingizga qancha vaqt o'tgan edi? Taxminan? O'sha ishim anaqa boyagi birinchi ishim tugagandan keyin bir 3-4 oy o'tib ketgan. U davomida hech qanaqa ish olmaganman-da. Keyin o'sha o'rtog'im bilan tashqariga anaqa velosiped minishga chiqqan paytimda shunaqa deganman, hech kim yozmayapti. Keyin u yana motivatsiya berishga harakat qilgan, yana yozib ko'raver to'xtatmasdan. Shunday o'sha kuni kechqurun shunday uyga kelib bitta yozdim. Endi unda qandaydir kuch bilan yozganmanmi? O'sha javob berganda o'sha. O'shani keyin $90 ga bitta ish olganman o'sha paytda. Zo'r. Demak, Upwork'da haqiqiy mana bu Upwork'ning statistikasida ko'rinadigan birinchi ishingiz $90 bo'lgan. Adashmasam shunday $89 lekin uni 1 soatda topshirganman. 1 soat, 2 soatda qilib topshirganman. Keyin o'sha paytda o'zimda qandaydir kayfiyatim ko'tarilib, ya'ni men 2 soatda shuncha pul topdim degan qiziqish bo'lganda, keyin o'shandan keyin yana ko'p topshirganman. Hamma topshirib tashlaganman, ko'p topshirganman. Energiya, motivatsiya bilan, energiya bor, motivatsiya bor, ko'p topshirib, shundan keyin sekin-sekin boshlandi. O'sha $10 ishlar chiqdi, uni ham oldim. Endi masalan 3 ta 5 bo'ldi. Uchovi ham 5 masalan.
bular katta yordam berdi deb hisoblayman. Tushunarli. Zo'r, mana qanaqa shu jarayonni bosib o'tgan insonni eshitsanglar, sizlarda ham shu narsani o'zinglarda bo'layotgan paytda unga o'zingizni o'xshatib o'rniga qo'yib ko'ra olasizda. Mana hammada ham, mana o'zimda ham, Behzodda ham mana boshlanishiga oson bo'lmaydi ham hech kimda. Chunki birdaniga siz yozganingizdan u yerdagi yuz minglagan frilanserlar orasidan ajralib chiqib, sizni propozallaringiz o'tib ketib, bir kun ichida ish topib ketishingizga hech kim kafolat bermaydi. Harakatingiz bo'lsa, strategiyalar bilan qilsangiz, siz uni qisqa vaqtga kamaytirishingiz mumkin. Lekin hamma baribir noldan boshlaydi. Mana buni Behzodning tajribasida ham ko'rishimiz mumkin. Upworkda profilingizni yaratib ish boshlagan paytingizda o'zingizni yo'nalishingizni, nishni tanlash haqida qanday qaror qilgansiz? Misol uchun, o'zingizni sohangizda allaqachon ishlab yuruvdingiz, to'g'ri, lekin menimcha sohangizdan ham tarmoqlari juda ko'p, to'g'rimi? Bizni sohamizda tarmoqlar juda ko'pmiz. Faqat iOS developer bo'lgan o'sha bilan cheklanadi. Ya'ni iOS bu bitta platforma, o'shanga ilova yozsangiz bo'ldi, hammasi ichida bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan o'sha yo'nalishda ishlab yurgan paytingizda siz o'ylaganmisiz, boshqa profilimda misol uchun asosiy yozib qo'yiladigan sizni xizmat ko'rsatadigan nom turadi-ku profilda. Misol uchun sizda hozir adashmasam iOS developer Swift UI Objective-C deb yozib qo'ygansiz. O'sha narsani o'zgartirish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz yo boshida boshqacha profil nomida bo'lib, keyin boshqachaga o'zgartirgan vaqtlaringiz bo'lganmi? O'sha boshida shu Koreyada ishlab yurgan paytimda, agar bilsangiz, Koreyada iPhone uncha ko'p ishlatilmaydi. Ya'ni ko'p foydalanuvchilar Android ishlatadi. Shu sababli iOSga ish topish qiyinroq bo'lgan Koreyaning o'zida. Lekin men bilardim, masalan, Amerikada, Yaponiyada iPhonechilar ko'p bo'lgan va u yerda ish ham ko'p bo'lgan. Chunki men undan tashqari, Upworkdan tashqari har yili Yaponiyadagi masalan kompaniyalarga topshirib turganman. Ya'ni Koreyadan Yaponiyaga relocate qilaman deb harakat qilib ko'rganman yoki bo'lmasam Germaniyaga har xil saytlar orqali topshirib turganman. Singapurga ketmoqchi bo'lganman. O'shandan keyin shu Upworkda ham o'ylaganman, shu har xil davlatlardan klient topsa bo'ladi. Ya'ni iOS bo'yicha. O'sha boshida iOSchi bo'lganman, hozirgacha iOSchi. Boshqa bo'lmagan. Tushunarli. Bu savolni asosan nimaga so'radim? Ko'pchilik boshlanishida yangi frilanserlar, Upworkda yangi ishlamoqchi bo'lganlar o'ziga bitta nishani tanlashga qiynalishadi. Qaysi xizmat turini ko'rsatsam ekan? Misol uchun, videografiya sohasida, video montaj sohasida o'zini turlari juda ham ko'p bo'lgani uchun motion grafika bor, video montaj, shunchaki oddiy video montajlar bor. Videoni ham o'zini misol uchun montaj qilishni ham turlari ko'payib ketadi. Kommersiy videolarni montaj qilish yoki dokumentalniy yoki YouTube'ga o'shanga rosa ikkilanishadi. Siz misol uchun shunaqa soha, nisha tanlashga qiynaladigan, ikkilanadigan, endi frilanserlik qilmoqchi bo'lganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qanaqa boshlaganlari yaxshi? Unaqangi savolga javob berish uchun endi o'zlarini asosiy nima ishi bo'lsa, o'shanga urg'u bergani yaxshi deb o'ylayman. Hozir masalan web developerlar bor, masalan web developerlar backendni ham biladi, frontendni ham biladi, ular full stackda. Masalan, ular backendga отдельный profil ochishi mumkin, keyin frontendga отдельный profil ochishi mumkin. Chunki bu profillarning yaxshi tarafi, masalan, siz agar backendga ish olsangiz, keyin ishga topshirayotganda o'sha backend profilingizni topshirsangiz, hamma backendga oid qilgan ishlaringiz kelib birinchida ko'rinadi. Chunki sizning profilingiz ham hammasi backendga oid bo'lgani uchun o'sha backend ishni olishingiz oson bo'ladi. Yoki frontendda qilsangiz, frontend ham xuddi shunaqa. Bu sizni bitta soha bo'yicha masalan yaxshi bo'lsangiz, ishga topshirganda ham o'sha bo'yicha olishingiz oson bo'ladi. Lekin o'sha yangi boshlayotganda asosan o'zlarining nimada anaqa skilli bo'lsa, o'shandan boshlashni maslahat beraman.
Agar masalan Ha. tasavvur men bekendchiman, lekin boshqa narsa iOSchi bo'lishim qiyin-da, lekin bekend bo'yicha ishlab ketishim oson. Shunaqa. Ya'ni bozorda qaynab turgan sohalar, mavzular bo'ladi-yu, siz agar o'zingizni yo'nalishingiz boshqa sohada kuchli bo'ladigan bo'lsa, lekin baribir o'sha o'zini bilgan sohasiga fokus qaratish kerak demoqchisiz. O'zini mahoratiga, o'zi biladigan narsasida ishlasa, Upworkda ish yurib ketishi ehtimoli juda katta bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Masalan, o'zimda ham bitta shunaqa holat bo'lgan. Bitta klient bilan soatiga $35 kontrakt tuzganmiz full time'ga. Keyin u klient keldida, bo'ldi biz iOS'da qilmaymizda, nima edi, gibrid qilamiz. Ya'ni bitta boshqa yo'l bilan yasaymiz bu ilovani deyapti, o'sha native bilan. Endi u paytda masalan menda ham xayol bo'lgan, agar men shu gibridda qilganimda, React Native'da qilganimda, mana shunaqangi anaqa full time ishdan qolib ketmasdim demoqchi bo'lganman. Lekin o'shanda ham o'zimda anaqa tushkunlikka tushirmasdan davom ettirganman va hozir yaxshi, undan ham yaxshiroq natijada full time ishlarim ham bor Upworkda. Men hozir Bekzod bilan mana shu bo'layotgan podkastdan rosa xursand bo'lyapman, chunki har bitta keltiriladigan asosiy odamlarda uchraydigan muammolarga Bekzod allaqachon ularni yengib o'tgan. Hozirgi narsada ham mana bozorda qaysidir sohaga, qaysidir ishga talab bo'lyapti, lekin Bekzod o'zini shu iOS developer sohasida qattiq turib ishlab ham hozirgi darajasiga yetib kela oldi. Ya'ni boshlanishida u yoqdan bu yoqqa sakrab, nima yaxshi ekan, nima qilib ko'rsam ekan deb yurmasdan bitta sohani ushlash kerak va do konca oxirigacha o'sha narsani bosib ishlash kerak. Shunaqa. Endi Upwork profili bo'yicha bir ikkita savollarim bor. Profilingizda sizni hozirda xaridorlarni o'zingizga jalb qilish uchun ko'proq yordam beradigan qismi nima deb o'ylaysiz? Ajralib turadigan boshqa frilanserlardan. Hozirda meni profilimda o'sha 80 taga yaqin ish borda. 80 ta ishning deyarli 90% 5 yulduz va yaxshi anaqalar bor. Feedbacklar bor. Men kasb klient bilan gaplashganimda ham ularga hammasini aytib o'taman. Ya'ni men faqat sening success bo'lishing uchun harakat qilaman. Menga masalan arzonroq to'lashsa ham boshqa klientlarimga ko'rishim mumkin. Ular masalan meni ishimdan rozi bo'lgan. Ya'ni men shunchalik o'zimda ishimda ustasimanki, men hech qanaqangi klientni xafa qilmayman deganman. Nima bo'lgan taqdirda ham masalan o'zimga minus bo'lsa ham seni xursand qilib chiqarib yuboraman deb gaplashaman. Proposalda ham iloji boricha kelishga harakat qilaman. Masalan 3000 lik ish bo'ladigan bo'lsa, masalan klient menga 2000 taklif qilsa, yoki 1500 taklif qilsa, uni o'ylab ko'raman. Birdan yo'q, meni narxim 3000 undan u yoqqa qilmayman demayman-da, lekin uni ham anaqalarni muammolarni o'ylab ko'raman va agar mana shu 1500 ming u bera olsa, demak men qilib berishga rozi bo'laman. Ya'ni menda ko'p narsa flexible. Soft skills. O'shanisi menimcha yaxshi foyda beradi deb o'ylayman. Aha. Demak, xaridorlar bilan gaplashayotgan paytingizda shu muloqot madaniyati, etikasi, professional yondashuv hamisha muhim. Men misol uchun O'zbekistonda ba'zida frilanserlar bilan ishlab turaman. Aynan o'zini qaysidir montajda yoki mana shu IT sohasida ham ular bilan ishlashga harakat qilaman. Ularda bitta juda ham bir g'alati va noto'g'ri yondashuv bor. Ular bilan ishlashni boshlasangiz, xuddi ular o'sha ishni olyapti-da, hamma narsani o'zlari xohlagandek qiladi. O'zlari boshliq, ularga bitta yo'nalish bermoqchi bo'lsangiz ham, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bunaqa bo'ladi, siz bilmaysiz degandek juda bir g'alati tutib gaplashishadi-da. Juda ko'p o'sha frilanserlarda ko'rganman. Ya'ni xaridor bilan yaxshi muloqotda bo'lib, ular bilan bitta kollaboratsiya qilib, yaxshi gaplashib, to'g'ri muloqotni o'rnatib, чтобы keyingi safar ham xaridor u bilan ishlashishga qiziqib qoladigan darajada harakat qilishmaydi. O'sha narsani mana hozir siz ham aytib o'tdingiz.
soft skill juda ham muhim. Muloqot madaniyati, professional gaplashish, xaridorni muammosiga yechim topa olish juda ham muhim. O'shaning uchun e'tibor qiringlar, hamisha o'sha xaridorni muammosiga yechim topishga harakat qilib, u bilan to'g'ri muloqotni o'rnatishinglar kerak. Albatta shu yerda yana bir fikrlar qo'shib o'tmoqchiman. O'sha kontrakt boshlangandan keyin iloji boricha klient bilan muloqot qilib turish kerak. Ya'ni men bu ishni oldim, bo'ldi menga 1 oy deadline berdi. 1 oy ichida yo'qib ketmaslik kerakda. O'sha har 2 kundami, har 3 kundami mana bunaqa ishni qilyapman, anaqa natija chiqdi, mana shuni ish qildim, mana shunaqa natija. O'shanaqa qilib klient bilan har zamonda ularga o'sha natijani aytib tursangiz, oxirida masalan ishni tugatayotganda ham so'rashingiz mumkin. Agar men ishim senga yoqqan bo'lsa, masalan 5 yulduz qo'yib berib, yaxshi feedback qo'yib bersang, bu menga ham foyda bo'lardi va xursand bo'lardim degan ma'noda aytishingiz mumkin, ular so'rashingiz. Tasavvur qiling, siz bitta ishni oldingiz 1 oylik deadline bilan, keyin 29-kuni shunday yozdingiz-da, muammo chiqib qoldi dedingiz. Bo'ldi, hozir bir kun vaqt qoldi. Endi bu proyekt bo'ldi, tugaydi o'sha. O'shaning uchun iloji boricha xaridorni shuncha vaqti ketgan hisoblanadi o'sha. Tushunarli. Xaridor bilan muloqot, boshlagan kontraktingizni iloji boricha kunlik update qilib turishingiz, yangiliklarni aytib, mana bunaqa bo'lyapti, muammo bo'lsa, darhol shu haqida ma'lumot berishingiz kerak bo'ladi. Mani sohamda bitta o'sha xuddi siz aytgan narsa muammo bo'lganmanda, bitta xaridordan ish olganman. Keyin shoshib, endi juda ham boshqa ishlarim ham ko'payib ketganligi sababli bizada video fayllarni Google Drive linkda tashlab beradi. O'sha Google Drive linkni tashlab berdi, videolarni montaj qilish uchun tashlab bergandan keyin bo'ldi, qabul qildim. Videoni bilardim. Bir kunda 4-5 soat o'tirsam tugatib tashlayman dedim. Deadline 3 kunga olganman. Oxirgi kuni keyin mana bugun topshiraman, 4-5 soatda qilaman deb turib, shundoq kirsam Google Drive'ga linkka dostуп yo'qda. Tekshirmagan ekanman. Keyin shunaqa endi stress boshlandi. Nima qilsam ekan, hozir iloji yo'q. Keyin xaridorga yozdim. Shunga dostуп berib yubor deganimdan keyin xaridor ham portlab ketsa bo'ladimi? Nimaga sen shuncha kundan beri so'ramaysan bu narsani? Endi ochyapsanmi? Biz kech qolib ketyapmiz. Rosa janjal bo'lgan. O'shanaqa narsalarni sizlar qilmanglar. Xaridor bilan hamma fayllarni olyapsizlarmi? O'zingiz sohangizda har xil narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun, meni sohamda o'sha link muammo bo'lgan bo'lsa, siz sohangizda boshqa narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsani tekshirib, to'g'ri muloqotni o'rnatib, kunlik ularni update qilib turishingiz shart. Bo'lmasa juda katta muammoga uchraysiz. Endi bu narsa asosan qachon bo'ladi? Masalan, hamma o'ziga uverin bo'lgandan keyin 5-6 ta ish oldi, bo'ldi, men kuchayib ketdim deydi. O'shanda mana shunaqangi muammolar paydo bo'ladi. Chunki boshida hamma gapirib bo'ldi, ishga anaqa yondashib qiladi. Lekin 5-6 ta ana ishni tugatgandan keyin bo'ldi, men o'zi kuchayib ketdim, zo'rib ketdim. Shunda masalan mensimaslik boshlanadi, ya'ni ishga bo'lgan, bo'ldi, men buni o'sha 3-4 soatda qilaman, oxirida qilaman. O'sha paytda anaqa chiqib ketmaslik kerak realisdan. Davom ettirish kerak, yaxshi davom ettirish kerak. O'sha to'g'ri. Upwork profilda bilasiz, description qismi bor. Siz o'zingiz nima xizmatlar ko'rsatishingiz, shular haqida to'liq batafsil ma'lumot berasiz. Keyin undan sal pastroqga tushgan paytingizda skills degan qism bor. Ya'ni skillslarni to'ldirib chiqishingiz kerak, nima sohalarda ishlash. O'sha ikkita narsani muhimligi to'g'risida bir o'zingiz fikrlaringizni ayta olasizmi? Qanday to'ldirasiz, bularga qanday e'tibor qilasiz? Men o'zim asosan o'sha descriptionda juda ham qisqa qilishga harakat qilaman. O'zim haqimda ozroq ma'lumot beraman va men nima qila olishim haqida ozroq ma'lumot beraman. Skilllarda ham o'sha o'zim nima skillim bo'lsa, hammasini kataman. Oddiy masalan, даже soft skill degan joylari ham bor. O'shalarda ham kataman. Ya'ni bu ham ahamiyatga ega soft skills, qanaqa gaplash muomilati, madaniyatlari bor. O'shani ham kiritishga harakat qilaman. Ko'pchilik masalan ko'pchilik bilan gaplashganda, masalan intervyuga borganda, bo'sh vaqtingda nima qilardi deb so'raydi-yu. O'shanda ko'pchilik o'zini ishiga bog'lashtirib aytishga harakat qiladi. Lekin unaqa emas. Masalan, velosiped minishni aytsangiz ham bu yaxshi narsa. Ya'ni o'zingiz haqingizda ozroq ularga bildirib qo'ysangiz. Yo men masalan bo'sh vaqtimda o'rganaman, yangi skilllar o'rganaman, buni qilaman demasdan, masalan, to'g'risini aytishingiz mumkin. Men masalan bo'sh vaqtimda tashqariga chiqib sayr qilaman. Yoki bo'lmasam
itim bilan borib bir anaqa bog'da aylanib kelaman deyishingiz mumkin qo'ng'iroq qilayotganda. O'shaning uchun men asosan hamma skillimda yozaman, iloji boricha o'zimda qolgan narsalarni qo'shmayman. O'zim bilgan skillim. Descriptionga keladigan bo'lsa, aniq qilib qisqacha qilib aytaman. Chunki tasavvur qiling, ishni qo'ydi klient, chunki ishni qo'ygandan keyin shuncha yozgandan keyin masalan uni klient o'qimaydi. Klient uni o'qimaydi. Faqat shunchaki ko'zini anaqa bitta yuritiradi, bo'ldi. Agar siz o'sha yerda qisqa qilib o'zingiz haqingizda aniq ma'lumot bersangiz, uni jalb qilish mumkin bo'ladi. Hozir masalan AI chiqib ketgan, masalan AI ko'p narsa qilib yozib tashlaydi, u bilinib qoladi. O'shaning uchun qisqagina, lo'ndagina o'zingiz haqingizda yoritib bersangiz o'sha yaxshi. Meni o'zim fikrim. Tushunarli. Ya'ni siz profilingizda ham o'zingizni nima ishlar qila olishingizni yozgansiz, to'g'rimi? Keyin asosiy qaysi stacklarda ishlashingiz, nimaga siz bilan ishlash kerakligi haqida to'xtalgan ekansiz profilingizda. Ishlash jarayonlaringiz. Juda ham chiroyli to'ldirilgan. Mana hozir videoda buni ko'rsatib qo'yaman. Behzodning profilini ko'rsanglar, barcha mahorat va ekspert o'zini mahoratlari haqida qisqacha aytib o'tgan, qanaqa o'sha o'zini sohasida stacklardan foydalanishini ko'rsatib o'tgan, keyin nimaga aynan Behzod bilan ishlash kerakligi haqida ham o'zini javobini berib o'tgan. Tajribasi haqida, o'zini qilgan ishlari bilan ko'rsatib, eng zo'r qismi menga yoqqani ish jarayoni haqida ham aytib bergan. My process deganda oldin proyektni o'rganaman, keyin UI UX rejalashtiramiz, keyin mana nazarda o'tgani asosiy qismiga o'tamiz deb turib, hammasini tushuntirib, qisqa lo'nda va har biri ajralib turibdi. Sizlarga ham shuni bir namuna sifatida olishinglarni taklif qilaman. Xo'p, endigi savolimiz proposallar haqida ketadi. Bu yoqda xaridorlarni qanaqa topish, proposallarni qanaqa yozish, o'shalar haqida savolimni beraman. Siz asosan xaridorni topayotgan paytingizda qanday detallariga e'tibor qilasiz Upworkda? Juda ham ishlar ko'p, juda ham sifatli ishlar ham bor, juda arzon ishlar ham bor. O'shanga qanday qilib ishlarni filtrlab olasiz? Albatta. Birinchi o'rinda filtrlaganda o'zimning anaqa skillim bor-ku. Masalan, men iOSchiman. iOS dasturda Swift'da qilaman, yoki SwiftUI'da qilaman. O'sha kalitlar bilan qidiraman. Birinchi o'rinda kalit so'zlar, ya'ni o'zingizning skillingizga bo'lgan kalit so'zlar. Ikkinchi o'rinda e'tibor beradigan narsam bu vaqt, qachon qo'yilgan. Agar o'sha ishimiz masalan 24 soatdan oshib ketgan bo'lsa, unga qaramayman. Ming zo'r bo'lsa ham qaramayman. O'sha 24 soatdan kichkina bo'lgan joylariga. Uchinchisi, undan oldin masalan uchinchisini ikkinchisi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Masalan, o'sha klientni payment method bo'ladi, masalan, to'lov kartalarini kiritganmi yo'qmi? Ko'pchilik masalan to'lov qilmasdan ham shunchaki qani ko'rayinchi qanaqa ekan bozor, men nima qila olar ekanman deb qidirib ko'rish mumkin. O'sha ikkinchisiga masalan to'lov tizimida verifikatsiya qilganini ko'rsak, o'sha ishlar juda ham kamayib ketadi. Keyingisi vaqt. Undan keyin qanaqangi proyekt qilyapman. Masalan, o'zimda men masalan ko'p proyektlarni olmayman. Masalan, diniy taraflama to'g'ri kelmaydigan proyektlar bo'lsa, olmaslikka harakat qilaman. Chunki foydasi yo'q. O'sha tarafni o'ylab, keyin o'shalarni sal tarafga qilaman, qarayman, keyin klientni tarixlarini ko'raman, nechta ish bergan, oldin kimga, kim bilan qanday muloqot qilgan, o'zi klientlari development freelancerlar ham yozgan bo'ladi. Bu klient yaxshi ishlaganmi, shunaqa. Agar uni hamma taraflari yaxshi bo'lsa, topshirib ko'raman. Shu yerda o'zida masalan 10 ta 15 ta bo'lib qoladi. Hammasiga topshirib chiqaman. Keyin yana anaqasi, u har kuni tekshirib turaman. Har kuni shu ahvolda masalan ketaveradi 10 ta 15 ta. O'shanaqa cyclda ketadi. Demak, umumiylashtiradigan bo'lsak, Behzodning hozir ish qidirayotgan paytdagi strategiyalari birinchi navbatda o'zini sohasiga to'g'ri keladigan kalit so'zlar orqali ishlar qidiriladi. Ikkinchi o'rinda o'sha ishlar, ya'ni ishni e'lon qilayotgan xaridor payment verifikatsiya qilganmi, ya'ni to'lov verifikatsiya bo'lganmi?
o'sha narsani tekshirar ekan. Uchinchidan, qancha vaqtda bu ishni tugatish kerak. Va to'rtinchidan, qadriyatlariga to'g'ri keladimi ish. Bu sohada, misol uchun, istalgan sohada har xil, misol uchun, dastur yaratish mumkin iOSda, lekin aynan qadriyatlaringizga to'g'ri kelmasa, bu narsalarni olmaslik, olish o'zingizga bog'liq. Undan keyin yana tekshiradigani, xaridorni oldin qilgan ishlarini ham istoriyasini ko'rib chiqar ekan. Qanaqa boshqa frilanserlar ularga reyting yoki feedback qoldirdi, oldin ishlagan ishlarida xaridorga nisbatan fikrlar qanday bo'lgan, o'shalarni ham ko'rib chiqib, keyin proposalni yozar ekan. Ikkita savolni bitta paytni o'zida beraman. Shunga qarab turib javob berib ketaverasiz. Birinchisi, siz bir kunda nechtagacha ishga topshirasiz? Juda ham ko'p ishlarga topshirasizmi yoki fokusni kamaytirib, kamroq ishlarga topshirasizmi? Ikkinchi savolim, bu proposalni yozayotgan paytda qanaqadir o'zingiz uchun qolib, qanaqadir strategiyangiz bormi? Albatta. Proposallarga topshirishim bu meni bo'sh vaqtimga bog'liq. Ya'ni hozir qiladigan ishim bo'lsa, bir tasavvur qiling, menda 2 hafta yoki 3 haftalik ish bor. U payt davomida topshirmayman, chunki yangi ish kelib qolsa, masalan, men vaqtim bo'lmasligi mumkin deb. Shu sababli bir kunda topshirsam 2 ta, 3 ta hozirgi paytda. Lekin boshlagan paytlarim juda ham ko'p topshirardim. Hozir masalan 3 ta, 4 ta, uzog'i borsa 5 ta. Keyin masalan ishim tugashini bilgan paytlarim o'sha sekin ko'paytiraman. 10 ta, 15 ta topshirishga harakat qilaman. Keyin boshida topshirayotgan paytingizda nechtadan topshirardingiz? Boshida kamida 5 ta topshirardim. 5 ta, 10 ta o'shanaqa. Endi aniq esimda yo'q, chunki qancha bo'lib ketdi. 5 ta kamida topshirardim. Keyin masalan ishdan chiqqandan keyin topshirardim ba'zi paytlar Koreyada masalan. Keyin lekin bitta narsani men tushunaman, ish chiqqandan keyin sraz topshirsa, menimcha olish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Chunki ish qo'yilganda 5 minut ichida o'zi hal bo'ladi, boyagi ishni taqdiri deydi-yu. O'sha paytda agar o'shanga ulgurib qolsangiz, olish ehtimolingiz ko'proq bo'ladi. Shunaqa, yangi ishlarga iloji boricha tezroq topshirish kerak. Chunki ba'zi hozir yana bitta narsani aytaman, uzr. Ba'zilar o'sha o'zini vaqti bo'lganda kechqurun soat 8 da 9 da topshiradi ishga. Masalan, lekin har 10 minutdami, har 15 minutda bitta refresh qilib tursa, yangi ish chiqqandan shu joyda topshirish, shu joyda olish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Menda ko'p ishlarim o'sha 5 minutda o'zida hal bo'lib ketgan. 5 minutda sen olamiz, bo'ldi, tamom. Shunaqa. Bu narsada, misol uchun, hozir sizdagi darhol topshirgan paytingizda sizga darhol javob kelishi, menimcha hozir juda reyting darajasi yuqoriroq, chunki sizda уже reyting bor, ancha ishlagansiz, tajribalar bor. O'shanga xaridor sizni ko'rganidan даже xursand bo'lib sizga javob yozsa kerak, chunki уже tajribasi bor odam. Yangi frilanserlarda darhol javob kelishi juda ham qiyin bo'ladi. O'shaning uchun o'shanda ham men yangi frilanserlarga aytaman, boshida mayli sizlar agar yangi chiqqan ishlarga topshira olmayotgan bo'lsanglar ham, o'sha ular qarash kerak bo'lgan narsa bitta ishga nechta proposal topshirganligini ko'rsa bo'ladi-ku, 5 tadan 10 tagacha yoki 10 tadan 15 tagacha deb yozib qo'yadi ishning tagida. Nechta kishi topshirdi bitta ishga. O'shanga qarab turib, agar 15 tadan kam odam topshirganini ko'rsatayotgan bo'lsa, bemalol topshirib, o'sha ishda o'zini sinab ko'rishi mumkin. Chunki ba'zida xaridor topshirganlar orasida toki o'sha o'ziga kerakligisini topguncha ham hammaga admin bosib, frilanserlarni ko'rib, tekshirib, yangi proposallarni ko'rib o'tiraveradi. O'shaning uchun bu varianti ham bor. Hamisha ham bitta variant emas, ikkinchi variantda o'sha allaqachon post qilingan, lekin kamchilik topshirgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ish yillar ularga ham topshirish mumkin. Albatta, yangi ishlarga topshirish bu eng optimal variant. Shunga yana bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. O'sha klient post qo'yganda, siz aytgandek, juda ham ko'p odam topshiradi va u yerda masalan
70% topshirganlar bu ishga loyiq emasda, loyiqsiz. Ya'ni o'zini sohasi bo'lmasa ham topshiraveraveradi. O'zini sohasi bo'lmasa ham. Shu sababli masalan proposallar ko'p bo'lgan taqdirda ham u yerdagi 50%ni yo'q desa ham bo'ladi. Ya'ni keraksiz profillar bo'ladi yoki bo'lmasa to'g'ri kelmaydigan profillar. Shunchaki o'zini sinab ko'rayotgan bo'lishi mumkin kunlarda. Shu sababli o'sha klient ham masalan yaxshi odam topshirmagani uchun balkim uzoq vaqt qilib turishi mumkin. Masalan 1 kundan oshib ketishi mumkin, masalan 2 kun, 3 kun vaqt ketishi mumkin. Chunki o'ziga yoqadigan odam chiqmagan bo'lishi mumkin. O'zlar orasida. O'shani ham e'tiborga olish mumkin. Keyin o'sha ikkinchi savolim, proposalda yozayotganingizda o'zingiz uchun qanaqadir qolip bormi, strategiyangiz bormi? O'sha haqida ham bitta gapirib o'tsangiz. Unda ham men asosan o'zimni tanishtiraman va qilgan ishlarimni aytaman. Men kimman, nima qilaman. Bo'ldi, keyin o'shandan keyin ularni ishi bo'yicha ozroq yozaman. Agar ular nimadir so'ragan bo'lsa, men bunaqangi ishni oldin qilgan bo'lsam, qilganman deb aytaman yoki qanday qilishni bilaman deb aytib o'tib ketaman. Asosiysi shu. Ular so'ragan narsani aytsangiz bo'ldi. Ya'ni menga shunaqangi veb-sayt kerak desa, mana shunaqa steklar ishlatish kerak desa bo'ldi. Siz mana shunaqa steklarni ishlatib, mana shu veb-saytingni qilib beraman. Masalan, keyin kunlarini ham aytishingiz mumkin. Masalan, 1 oyda qilib beraman, 20 kunda qilib beraman. Xohlasangiz masalan pullarni ham arzonroq qilib ko'rsatishingiz mumkin. Shu anaqa proposal topshirayotganda o'zingiz xohlagan summani qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz qimmatroq qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz arzonroq qo'yishingiz mumkin. Masalan, kimdir 3000 ga ish qo'ygan bo'lsa, siz aytishingiz mumkin 3000 bunga sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu $1000 ish, masalan $1000 bitib ketadi desangiz, u o'ylab ko'rish mumkin siz anaqangizda, proposalingizda. Aha. Demak, hozir mana aynan sizni sohangizda yangi frilanserlar bo'lsa-da, ish e'lonlarga topshiryapti, yangi hali tajribasi yo'q, uncha aynan xaridor so'rayotgan proyekt ustida hali ishlab ko'rmagan. Shunaqa holatda ham demak topshirsa bo'ladi deyapsiz, to'g'rimi? O'zini qanday qilib yechim bera olish haqida yozish kerak. Albatta. Chunki ba'zi bir klientlarga qarang, shu deb ba'zi bir klientlarga masalan men aytgan summa to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, men zo'rman, profilim dahshat, hamma tarafga yorib tashlagan, lekin men aytgan summa ularga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, ularni o'zini byudjeti bo'lishi mumkin, undan tashqariga chiqa olmaymiz. Undan keyin u sekin-sekin masalan meni ham o'tkazib qolish mumkin. Chunki men byudjetim unga to'g'ri kelmaydi. Даже menga yozmasligi ham mumkin. Bu juda ham g'alati ekan, bu bilan ishlay olmasdim. Ba'zi bir klientlar bor, o'sha endi chiqqanlarni olishga harakat qiladi. Chunki arzonroqqa bo'lsa ham, o'sha yangi chiqqan bo'lsa arzonroq ham qilib beradi degan maqsadda yangilar bilan ishlashi mumkin ba'zi bir klientlar. Aha, tushunarli. Mana demak, yangi frilanserlarni rosa ko'p qiynaydigan narsa, Upworkda juda kuchli frilanserlar bor, ularni yengib chiqa olmayman, raqobat kuchli, ular bilan ishlolmayman deb turib juda xavotir olishadi. Ana xuddi shunaqa ko'p xavotir oladiganlar uchun, qo'rquv boradigan odamlar uchun ham mana Bekzodning tajribasida ham aytib o'tyapti. Agar siz xaridorga qanday qilib yechim bera olishni bilsangiz, xaridorni shu bilan ham jalb qilishingiz mumkin. Sizda misol uchun 5 ta 10 talab aynan xaridor so'rayotgan sohada ish qilgan bo'lishingiz shart emas, lekin unga qanday yechim bera olishni bilsangiz, xaridorga aynan o'sha narsa kerak. Mana endi hozir boshidan boshlasak, profil haqida gaplashdik, ishlarni qanaqa topish kerakligi haqida gaplashdik, proposallarni qanaqa yozish kerakligi haqida ham gaplashdik. Endi xaridorlar bilan munosabatlarni saqlab turish, qanaqa qilib turib yaxshi kommunikatsiya, yaxshi reyting olish mumkin. Xaridorlardan siz zo'r impression, taassurot qoldira olishingiz mumkinligi haqida gaplashamiz. Chunki bu ham juda muhim qismlardan biri. Upworkda xaridorlar bilan siz qanday qilib uzoq muddatli kontraktlarni, uzoq muddatli munosabatlarni o'rnata olasiz? Nima asosiy sabab bo'ladi ko'pincha? Upworkda masalan ishlagandan keyin, ishlab olganingizdan keyin iloji boricha masalan to'g'ri so'z bo'lsangiz, to'g'ri aytgan masalan qilgan vazifasini o'z vaqtida qilsangiz va hamma narsa masalan ishonchga bog'liqda. Ularning ishonchini oqlasangiz, ular siz bilan keyinchalik ham ishlashga
harakat qiladi. Masalan, men o'zimni anaqamda statistikam ko'rsatadi menga, mening 67% klientim bu nimaydi, uzoq vaqtli klientlar va men bitta klient bilan 3-4 martadan ishlaganman. Ya'ni 3-4 ta kontrakt qilganmiz. Returning buyers deb qo'yadim. Shunaqa qaytib kelgan, qaytib men bilan ishlashni xohlagan klientlar. Keyin masalan yana bitta klientimiz bor, masalan Hindistonda o'zida. U klient masalan men общий ishimni yarmi hisoblanadi. Ya'ni ishlagan pulimning yarmi bitta klientdan kelgan deb tasavvur qilishingiz mumkin. Shu sababli klientni ishonchini oqlab, ularga iloji boricha to'g'ri munosabatda bo'lib, masalan nimadir sizdan solution yechim so'rasa, o'sha yechimga javob berishga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni ular sizga ishondimi, sizga suyandimi, siz buni oqlashingiz kerak. Shunda sizga qayta ish beradi. Menda o'shanaqa bo'lgan, qayta ishlaganmiz. Ularda ko'p bunaqa proyekt bo'lgan, qayta yangi proyekt qilganmiz. Keyin oxirida to'xta, biz endi qayta qilishimiz shart emas. Bitta qilamiz va uni milestone qilib qilamiz deb hozir eng katta klientim shu Hindistonda. Ular bilan уже 2 yildan oshib ketdi birga ishlaganmiz. Bitta proyekt ustida 2 yildan ko'proq ishlaymiz. Demak, siz hozirgi paytgacha topgan $100,000 dan oshiqroq daromadingizni 50% o'sha bitta xaridoringizdan kelyapti. Shunaqa bitta klient. Mana rosa zo'r misolda bu hozir haqiqiy motivatsiya olsa bo'ladigan narsa. Chunki xaridor bilan shu darajadagi yaxshi munosabat yo'lga qo'yilganki, ularga sifatli ishlar ham topshirilyapti. Qarang, $50,000 dan oshiqroq faqatgina bitta xaridor sizga doimiy ravishda to'lab turibdi. Bu juda ham bir frilanserning orzu qiladigan narsasida. O'zi bemalol uyda o'tirgan, o'zi xohlagan paytda ishlasa, doimiy xaridori bo'lsa, chunki Upworkda doimiy xaridor bo'lishi eng zo'r narsa. Har safar qidirib, yana yangi klient bilan gaplashib, yangi munosabat o'rnatib, proposallar yozib yurgandan ko'ra, hozirgi klientingiz bilan ko'proq vaqt ishlash ancha osonroq. O'shaning uchun rosa men xursand bo'ldim bu narsani eshitib. Zo'r misol bo'ldi. Yangi frilanserlarga ham sifatli muloqot eng birinchi o'rinda. Albatta siz har bir sohadagi kabi muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, o'z bilimingizga, o'zingizni rivojlanishingizga investitsiya qilishingiz kerak. Agar siz aynan Upworkda qanday qilib xaridorlarni jalb qiladigan akkaunt yaratishni, qanday qilib yuqori daromadli xaridorlarni topishni, javob darajasi yuqori bo'lgan va o'zga jalb qiladigan proposallarni yozishni, xaridorlar bilan kelishishni, o'z xizmatlaringizni sotishni, xaridorlar bilan gaplashishni va kommunikatsiya muloqotlarini va mahoratlarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, Moxie School'dagi Upworkda onlayn daromad topish kursi aynan siz uchun. Kursimiz davomida biz qanday qilib ingliz tilini bilmasdan turib ham Upworkni ishlatish imkoniyati, Upworkdagi akkauntlarni to'g'ri yaratish to'g'risida, Upworkda portfoliolarni shakllantirish va kataloglar yaratish to'g'risida, Upworkda to'lov metodlari va O'zbekistonda turib to'lovlarni yechib olish imkoniyatlari haqida, connectlar, proposallar, ish e'lonlari haqida va har bir ish e'lonlarini qanday qilib analiz qilish to'g'risida, proposallarni qanday yozish haqida, proposallar yozishdagi eng ko'p qilinadigan xatolar haqida va bundan tashqari shaxsiy o'zimning proposal yozishdagi namunalarim bilan ham ulashaman. Bundan tashqari xaridorlar bilan qanday kelishish, muloqotlardagi xato va kamchiliklar, Upwork reytinglari to'g'risida, ularni qanday olish, top rated, rising talent, top rated plus reytinglarni qanday olish, Upworkda agentlik yaratish va bir qancha boshqa maxsus va detalli bilimlarni siz bilan ulashaman. Va ishonchim komil, kursdagi bilimlar bilan siz bemalol onlayn daromad topish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hoziroq saytimiz orqali ro'yxatdan o'ting. Bu o'sha narsa ham meni asosan o'sha full time frilanserga kirib kelishimga sabab bo'lgan. Chunki Koreyadan qaytganimdan keyin O'zbekistonda har xil kompaniyalarga ishga topshirishga harakat qildim, lekin hech qaysida masalan qoniqarli javob olmaganim uchun xuddi o'sha klientim bilan ishlashni boshladim bitta proyekt ustida. Bitta proyektni masalan 2 haftada qildik, muvaffaqiyatli bo'ldi. Keyin 3 kundan keyin yana bitta proyektimiz bor edi. Uni ham qildik. Yana 3 kundan keyin yana bitta proyekt. Oxiri 4-proyekt tugatgandan keyin bo'ldi, biz seni long term qilamiz, bitta katta proyekt qo'yamizda, faqat shu yerda milestone bilan
ketaveramiz. Chunki har bir klient masalan kontrakt qilayotganda ulardan initiate degan kontrakt initiate anaqa fee oladi. U ham ularga masalan tejalishi mumkin. Hozir o'sha narsani o'zi masalan agar biz buni keyin har bittasiga bitta kontrakt qilganimizda ham ularga masalan $1000 ortiq pul bo'lib ketishi mumkin o'shani o'zi. Shu sababli ham ularga ham foyda, ham bizga ham foyda. Eng asosiysi mana shu bitta klientimning orqasida men уже top rated bo'ldim. Top rateddan keyin top rated plus bo'ldim. Keyin o'sha outsourcing kompaniyamiz ham o'shani orqasidan top rated plus oldi. Hozir masalan top rated plusda profilim top rated plus. Mana shu klientim orqali o'sha sababli. Siz hozir Zibex Group deganni ham top rated plus reytingga chiqargansiz. Shunaqa agentство. Ha, tushunarli. U agentstvangiz haqida ham hozir qisqacha so'rayman. Agentstvada necha kishi ishlaydi sizda? Va agentstvani o'sha ko'pchilik juda qiziqadigan narsa, qaysi darajaga chiqqandan keyin siz agentstvo yaratishga qaror qildingiz? Birinchi shundan boshlasak. Deyarli O'zbekistonga kelganda sразу agentство ochganman. O'sha paytda meni profilimda 20 mingcha anaqa aylanma bo'lgan o'sha paytda. Общий anaqa yig'ganim. Keyin nimaga masalan agentство ochmasligimiz kerak deganmanda, agentство ham ochgan. Baxtimga Qozog'istondan bitta klient chiqqan. O'sha meni hire qilayotganda agentstvodan hire qilishga rozi bo'lgan. Ya'ni ko'pchilik klientlar agentstvo bo'lsa ishlamaymiz deydi. Lekin ular mayli agentstvo bo'lsa ham va o'shda ham successfully qilganimiz uchun ulardan ham 5 yulduz olganmiz. Birinchi agentstvodan 5 yulduz kelgan Qozog'istonlik klientdan. Shundan keyin o'ylaganman, har bir ishimni o'zi agentstvo orqali olishga harakat qilganman. Ham u agentstvoga yoziladi, ham u menga yoziladi. Ikkalasiga ham yoziladi. Mana shu joyda qisqacha tushuntirib o'taman. Upworkda hali yangi yoki Upworkni bilmaydiganlar uchun Upworkda har bir freelancer o'zini agentligini yaratish huquqiga ega. Bunda juda ham ko'p plus tomonlari bor. O'shalardan bittasi mana hozir Bekzod aytib o'tganidek, siz agentstvo egasi sifatida har qanday qilgan ishingiz agentstvoda tarafdan turib qilsangiz ham bu sizni profilingizga ham yoziladi. Bu degani bir paytning o'zida siz ikkita akkauntni yuqori reytingga olib chiqa olasiz. Agar siz doimiy ravishda o'zingizning nomingizdan, lekin kontraktni agentstvo nomidan tuzadigan bo'lsangiz, bu sizni o'zingizning profilingizdagi istoriyada ham qoladi ishlagan ishlaringiz orasida, bundan tashqari agentstvoning istoriyasida ham qoladi va reyting ikkalasida ham bir paytning o'zida ko'tariladi. Juda ham zo'r sistema qilingan shunaqa. Bu narsa masalan top rated badge olishda agentstvoning sal qimmatroq bo'ladi. Masalan, individualda masalan 10 ming bilan anaqa bitta klientni 10 minglik kontrakt qilsangiz sizga top rated bersa, top rated plus, agentstvoda 20 ming o'sha narsa. O'sha farqi bor. Har bir top rated plus yoki top ratedga chiqadigan freelancerlarga va agentlarga qo'yilgan talablar bor. Ular qisman farq qiladi. Albatta agentlik katta bo'lgandan keyin unga qo'yiladigan talablar ham sal kattaroq. Tushunarli. Hozirda Zibex Groupda siz faqatgina o'zingiz ishlaysizmi yoki qo'shimcha bolalar bilan ham birgalikda ishlaysizmi? Va o'sha bolalarni ham agentlikka Upwork profilini yaratib kiritib qo'yganmisiz? Ha, hozir Zibex Groupda o'zimdan tashqari 4 ta 5 ta biz bolalar bilan ham ishlaymiz. Ularga ko'pchilik masalan Upworkda yangi bo'lsa, biz ularga shans beramiz. Kel biz bilan ishlashing mumkin. Agar bizni anaqa ishonchimizni oqlay olsang, o'sha anaqa oladigan anaqamizda qanchadir foizini senga beramiz. Yangi kimdir ish topolmayapti, yangi anaqa developer, biz farqi yo'q. Qiladigan ishi aniq bo'lsa, biz o'zimiz olgan ishimizni ham berib test qilib ko'rishimiz mumkin. Agar uni yaxshi davom eta olsa, o'zi ko'nglimizdagidek, unga masalan keyinchalik pul ham to'lashimiz mumkin bo'ladi. O'shaning uchun hozir bizda 4 ta 5 ta odam stabilni ishlab turibdi Upwork orqasida. Aha. Ular uchun har biriga Upwork profili yaratilganmi yoki bitta sizni profilingiz
orqali yuritilib, siz ularga ishni tarqatib berasizmi alohida? Ularni har biriga o'zining profili yaratilgan. Keyin ishni olayotganda ham iloji boricha agar ular qila oladigan ish bo'lsa, o'shalarni orqasidan topshiramiz. Agar kattaroq ish bo'lsa, agar uni men o'zimni profilim orqali topshiraman va olgandan keyin agar o'sha qilishga ko'zi yetsa, o'shanga qildirtiramiz. Agar yetmasa, o'zim qilaman. Aha, tushunarli. Umumiylashtirib, ozgina agentlikni tizimini tushuntiradigan bo'lsam, Upworkda bitta agentlik yaratiladi va uni a'zolari bo'ladi. O'sha a'zolarini o'rtasida kimdir direktor bo'ladi, qolganlar oddiy a'zolar va menejer bo'ladi. O'sha menejer xohlasa o'zini nomidan ishga topshirishi mumkin. Ya'ni bu baribir kontrakt korxona uchun yoziladi, lekin kimnidir nomidan ketadi. Ya'ni shaxsni nomidan proposal topshiriladi. O'shanda aynan u shaxsga tegishli bo'lgan ish tajribalari ko'rinadi xaridorga. Agar menejer xohlasa o'zini nomidan, xohlasa mana o'sha agentlikni a'zolari nomidan bitta ishga topshirishi mumkin. Aytaylik, sizda IT kompaniya bor, xuddi mana Bekzodning misolidagidek. Uning ichida sizda iOS developer bo'lishi mumkin, backendchi bo'lishi mumkin, kimdir full stack bo'lishi mumkin. Ishga topshirayotgan paytingizda iOS chiqdimi? Zo'r, bitta mana bu freelancer nomidan topshiramiz. Backendga ish chiqyaptimi? Bitta backendchini nomidan topshiramiz degan sistemada ishlaydi Upwork agentligi. Shunaqa. Keyin agent bo'lgandan keyin pulni hammasi o'sha agent sifatida tushadi. U agent sifatdan chiqarib, keyin bolalarga bo'lib beriladi. Tushunarli. Zo'r. Hozirda agentligingizni topgan summasi qancha? Hozir 80 Upworkdagi profilida 80 ming. Tushunarli, zo'r. Upworkda mana shu yo'l o'zi juda ham ko'pchilik freelancerlar tomonidan qo'llaniladi. Aynan o'zimda ham shu video sohasida shunaqa qilganman. Xaridorlarni olib, siz Upworkda yaxshi reytingga ega bo'lganingizdan keyin siz barcha ishlarga o'zingiz bitta o'zingiz ulgura olmaysiz. Lekin sizga keladigan xaridorlarning talabi katta bo'ladi. Ana o'sha paytda xaridorlar ko'p bo'lgani uchun o'sha paytda siz agentство ochadigan payt hisoblanadi. O'zingiz agentstvangizni yaratasiz, jamoat tuzasiz va agentligingizni ham ko'tarib, yanada yuqoriroq daromad olishga imkoniyat bo'ladi. Chunki agar o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, bitta o'zingiz misol uchun bir oyda ikkita proyekt qila oladigan bo'lsangiz, jamoa bilan siz 5 ta, 10 ta lab ham qilishingiz mumkin bir oy ichida. Bu degani yuqori daromadni ham bildiradi. Hozir shu yerda yana bitta narsani qo'shib o'tib ketmoqchiman. Bizning agentstvamizda masalan bitta klient bilan yaxshi ishlagandan keyin yana klient bitta ish beraman desa, uni boshqa bir anaqa shu ish olishda ulgurmagan profilga olishga harakat qilamiz. Ya'ni uni profilini ham ko'tarishga harakat qilamizda. Chunki faqat men o'zim olib yurmayman, masalan boshqasini nomiga olsam, uning ham profili ko'tariladi. O'sha tarafdan biz shu developerlarga ham o'sha freelancerlarga qulayliklari bor bizda. Ularga ham anchagina foyda bo'lar ekan. Agar keyinchalik mabodo endi jamoada baribir bo'ladi, kimdir keyinchalik chiqishga harakat qiladi, chiqib ketadi. O'shanaqa paytda ham ularning demak reytinglari o'zida saqlanib qoladi. Shunaqa. Keyingi savolimiz, baribir freelancerlikda bo'ladi, proyektlar ba'zida siz xohlagandek ketmaydi, yoki kech qolasiz, yoki klientni nimadandir xafa qilib yoki asabiylashtirib qo'yasiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lganmi va uni siz qanaqa hal qilgansiz? Shu haqida ham bitta ulashsangiz. Albatta, endi hech kim masalan mukammal emas, hammada xato bo'ladi, hammada shunaqangi problemalar bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa problema chiqsa, iloji boricha klientdan uzr so'rab, masalan, men shunaqangi xato qilib qo'ydim, lekin bu xatoni men to'g'rilayman. Faqat menga ozroq vaqt ber, anaqa uni hammasini to'g'rilayman deb, unga yaxshi gapirish orqali buni to'g'rilashning iloji bor. Chunki har bir odamga masalan yaxshi gapirsangiz, sizga yo'q demaydi. Agar siz masalan xato qildingiz, xato qilganingizni tan olgingiz kelmayapti-da, u klient o'ziga masalan seni deb bo'ldi, u klientga yoqmaydi. Shu sababli masalan ba'zi klientlarim bor, masalan o'shanaqangi konflikt orqali ham hozir yaxshi anaqa nimaydi, long term anaqa bo'lib ketgan. Nimaydi, klient bo'lib ketgan. Demak, konflikt
Ko'pchilikdan yaxshi yo'l bilan chiqqansiz, hozir ham ular bilan yaxshi ishlayapsiz. Shunaqa hozir bitta yana bitta klientim bor Pokistonda. Uni boshida bir ikkita ilovasini qilganimizda judayam qiyin ilova edi. O'sha paytlarda bizda vaqt yetmay qolganligi uchun men unga aytganman, agar sen deadline'ni o'tib ketgandan keyin agar nima edi, shu deadline'ni yana bizga ozroq bermasang biz qilolmaymiz. Shu sababli bizga vaqt ber deganmizda. Keyin o'sha yerda sal qolgan masalan kontraktlarni tugatishimizga. Lekin u ham meni tushungan, men ham unga iloji boricha yaxshi gapirishga harakat qilgan. Lekin juda ham anaqa intensiv anaqa kommunikatsiya bo'lgan. Shunda bo'lsa ham hozirgacha mana shu klient bilan biz 1,5 yil, 2 yil davomida Upworkdan tashqari ishlaymiz. Chunki ular Upworkga pul qo'yolmaydigan muammosi bo'lgan ekan. Shu sababli ular ora-orada Wise'dan tashlab turardi yoki bo'lmasa hozir Chase Bank bilan tashlaydi. Upwork bo'lmasa ham biz bemalol bir-birimizga ishonamiz. Ya'ni bemalol masalan men mana shu proyektga shuncha bo'ldi desam, u ishonadi va bemalol menga shu pulni o'tkazib beradi. O'zi asosan Upworkda birinchi asosan bizga eng qulayliklari klient bilan frilanserlar o'rtasida ishonchda, ya'ni pulni ushlab turadi. O'sha pulni hech kim olib qo'ya olmaydi. Lekin tashqariga chiqqaningizdan keyin o'zi siz risk qilishni boshlaysizda. Chunki sizni ishdan oldin masalan ishni berdingiz, pulni bermay ketishi mumkin. Unaqa vaziyatlarimiz ham bo'lgan. Ha. Ba'zida ko'p ishonib qo'ysangiz ham bu sizga minus bo'lishi mumkin. Shunaqa. Xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan. Bitta klientimiz Kanadadan bo'lgan. Keyin uni akkaunti yopilib ketgan. Upwork akkaunti. Shu bilan biz qanaqadir yo'l bilan bir-birimizni topib, bo'ldi davom etamiz ishni deb qanchadir milestone qilib boshida ozroq oldik. Keyin ish tugagandan keyin o'sha yo'qolib qoldi boyagi. Shu bilan boyagi proyektni oxirigacha ololmaganmiz. Ha. Xuddi shunga o'xshash men sohamda ham bo'lgan. Videoda boshida klient bilan onlayn o'sha Upwork orqali ishlashni boshlaganmiz, zo'r ketgan. Keyin xaridorni o'zi birdan to'g'ridan-to'g'ri kontrakt tuzishga harakat qilgan. Biz bilan davay sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaymiz, Upworkda ishlamaymiz degan. O'sha paytda mayli deganman. Bir 5 oygacha ham zo'r ketgan. Har oy o'zini pullarini berib, proyektni vaqtida berishni boshlagan. 5-oydan keyingi qilingan 2 oyni pulini 4 oy deganda zo'rg'a olganman, unda ham yarmini olganman. Urushib, tortishib, har xil bahonalar bilan u ham mana kompaniyamizda bunaqa bo'lib qoldi, ishchimiz bunaqa bo'ldi, bunaqa xullas risk tomoni agar siz Upworkdan xaridorni chetga olib chiqadigan bo'lsangiz, aksariyat holatda baribir odam o'zida yoki kompaniyada nimadir o'zgarib ketadi, sizga bu narsa risk olib kelishi mumkin. Ma'lum muddat foyda topib yurishingiz mumkin, keyin birdan o'zgarib ketib, o'zingizni riskda qoldirib ketasiz. O'shanga menimcha eng ishonchli va risksiz tomoni Upworkni o'zida ishlash. Chunki hamisha xaridorlar allaqachon kontrakt tuzganida pulni Upworkka tashlab qo'yadi, pulni turganini siz ham ko'rasiz. Undan keyin hamma rozi bo'lsa, pul sizga tushadi yoki kelishiladi. O'sha tomonlaridan juda ham zo'r Upworkni o'zida ishlash. Shunday. Endi yana bitta qiziq savollardan, o'zimga ham juda qiziq bo'lgan savollardan bittasi. Frilanserlik sizni shaxsiy hayotingizni qanaqa o'zgartirdi? Moliyaviy hayotingizni qanday o'zgartirdi hozirda? Aynan mana shu darajagacha chiqdingiz, bu hayotingizga ta'siri qanday? Bu ham juda ham qiziq savol. Chunki biz masalan Koreyaga borganimizda, Koreyada yashab, masalan o'qib, ishlab yurgan paytlarimizda o'zimizni qandaydir nima edi? Lupda deb tasavvur qilar edim. Ertalab turamiz, 8da yo'lga chiqamiz, 9gacha ishga borish kerak, keyin 6da chiqamiz, yana keyin bir xil hayot Koreyada. Agar bilsangiz, bu narsani kalamushlar poygasi degan. Bir xil narsa, o'shani biz hamma masalan men o'zim tanishlarim, Koreyadagi tanishlarim bilardik, biz qachondir qaytib ketamiz O'zbekistonga, qachondir qaytib ketamiz. Shu sababli masalan frilanserlik menga o'sha narsadan chiqishga yordam bergan. Frilanserlik, ya'ni u
bo'ldi. Men o'zi Koreyadan ketganimdan keyin ham O'zbekistonda bemalol o'zimni o'zim yetaklab ketishimga ko'zim yetgan. Shu sababli o'zim Koreyadan ham 2022-yilda qaytib kelganman. Qaytib kelgan paytimda shu Upwork'imda ozroq muammolar bor edi. Chunki bitta yaxshigina klientdan yomon natija olganman, review. O'shaning uchun akkauntimda successda qandaydir bir 65midi, 70midi shunaqa tushib ketuvdi. O'shanga keyin demak xaridor bilan muammo bo'lib past reyting qo'ygan sizga. Shunaqa. Chunki o'sha paytda muammo bo'lmagan. Qilolmaydigan ish olganman. Bir oy muhlat bergan, boya ishni qilolmaganman. Chunki u juda ham qiyin ish bo'lgan. U bir oyda masalan juda ham qimmat ish edi ham. $3000 ga olganman o'sha ishni. 3D bilan ishlaydigan ishlar, ilova qilish kerak. Ya'ni qandaydir unaqa ochkani taqib ko'radigan 3D ilova qilish kerak. O'shani qilolmaganim evaziga o'shani anaqasi ta'sir qilgan. Keyin O'zbekistonga qaytgan paytim akkauntim juda ham yomon ahvolda bo'lgan. Keyin uni to'g'irlashga harakat qilganman. Ham kelganda bir oycha shu kompaniyamiz, Koreyada kompaniyamiz o'zi anaqa 13-oyliklarni hisoblab menga 10,000 bergan. O'sha 10,000 bilan men O'zbekistonda bemalol ish qidirib, yo bo'lmasa boshqa narsa qilib yurgan paytlarimda Upwork'ni ham to'g'irlashga harakat qilganman shu paytda. Keyin o'sha aytganim hozirgi anaqa long term anaqa klientim bilan uchrashib qolganman. Ya'ni o'sha klientimdan birinchi proyekt olganman va shundan keyin o'sha O'zbekistondagi ana full time freelancerlik boshlanib ketgan. Bitta gapingiz bo'ldim. Bitta zo'r namuna va hamma eslab qo'yish kerak bo'lgan narsalardan bittasi. Avvalambor Upwork'da yoki istalgan freelancerlik platformalarida siz faqatgina o'zingiz biladigan, o'zingiz qila oladigan, uddalay oladigan ishlarni olishingiz kerak. Chunki bu birinchidan xaridorga muammo olib keladi. Ikkinchidan sizni Upwork'dagi reytingingizga juda katta ta'sir qiladi. Bu siz bilib qo'yishingiz shart bo'lgan narsa. Bilgan ishingizga haqiqatdan puxta qila oladigan ishingizga topshirishingiz kerak. Keyin ikkinchi narsa, men hozir Beksodda eshitganimda, reyting shu darajada pastga tushib ketgan bo'lsa ham, mana taslim bo'lmaslikni eng zo'r namunasida bu hozir 60% larga ham tushib ketdi dedingizmi? Chunki u ishni qilolmadi deb yopilganda, u ish qilolmadi deb yopilganidan keyin o'zingiz bilasiz. Shu darajada bo'lsa ham to'xtamasdan yana ishlarga topshirib, yana qaytadan hozirgi darajagacha olib kelib qo'yishini o'zi bir odamdan kuchli bir motivatsiya, o'zidagi bir doimiy disiplina talab qiladi. Shusiga rostdan qoyil qoldim, lekin 65 ga tushib ketgan rosa qiyin ko'tarish. O'shanda keyin masalan 22-yil oxirida kelgan bo'lsam, 23-yanvarida shu hozirgi klientim bilan ishlashni boshlagandan o'sha oralig'ida juda ham kichkina proyektlarni oldim. Masalan Dubaydan bitta klientim chiqdi. $50 ga proyekt qildirardi. $50 ga butun boshli ilovasini qildirardi. O'shani oldim. Majburlikdan olganman. O'shani aytganman, masalan, olaman, qilaman, menga yaxshi unaqa baho berasan, unaqa yozib berasan deb. Shuni qilib, masalan, mart oyiga kelganda o'zim men 100% ga chiqarib olganman. Akkauntimda successni. Demak, o'sha ko'zlagan maqsadingizga erishish uchun arzon ish bo'lsa ham qilib, asosiy reytingni ko'tarib olgansiz. Shunaqa. Asosiy reytingni ko'tardim. O'sha 3 oy vaqt ketdi menga. O'sha O'zbekistonga kelganimga 3 oyda men qayta 100% ga chiqishga aniq qildim. O'shandan keyin men aytdim, bo'ldi, men umuman O'zbekistonda boshqa ish qilmayman, faqat Upwork'ga urg'u beraman. Bo'ldi, Upwork bu yoqda deganman. Tushunarli. Demak, hozirgacha ham siz faqat Upwork'da ishlaysizmi yoki qo'shimcha boshqa joyda ham ishlaysizmi? Hozircha ikkita klientim bor yana, u ham Upwork'dan bo'lgan oldin. Bittasi aytgan, men Upwork'da akkauntim yo'q, lekin seni Upwork'dan topdim degan. U keyin to'g'ridan-to'g'ri o'zimga LinkedIndan murojaat qilgan. Ular bilan ishlaymiz hozir. Keyin yana bittasi, u ham Upwork'dan ishlaganmiz oldin. Keyin xohlasang pulni oldindan to'laymiz, Upwork'dan tashqariga chiqishing mumkin degan. Chunki u juda ham katta kontraktli proyekt, o'shaning uchun Upwork'da o'zini 10% ham juda katta summa tushib ketadi. Shu sababli ikkita, uchta anaqa Upwork'dan tashqari ishlarimiz ham bor. Lekin hammasi Upwork'dan kelgan, ya'ni Upwork orqali bizni topib kelgan. Tushunarli.
Demak, siz hozir O'zbekistonda hech qanaqa korxonalarda ishlamaysiz, to'g'rimi? Bitta Upwork'ni o'zi sizga yetarlicha bo'lyapti. Shunaqa. O'sha hech qanaqa korxona ustida ishlamayman. O'zimizda o'sha Zbex Group firmamiz bor va o'sha firmada ikkita timimiz bor. Bittasi outsourcing, yana bittasi boshqa O'zbekistonda o'zimizda ilovalarimizni ham ustida ishlayapmiz. Ya'ni o'zim anaqa topgan pulimni o'sha ilovalarga tikib, ularni ham rivojlantirishga harakat qilyapman. Zo'r. Hozir bitta narsa aytib o'tdingiz. Xaridorlar sizni Upworkda ko'rib turib, LinkedIndan bog'landi dedingiz. Shu narsa rosa ham haqiqatdan ish beradigan narsa, chunki mani o'zimda ham juda ham ko'p takrorlangan shu narsa. Profilimni Upworkda ko'rsatib, doimiy reytingni yaxshi saqlab turaman. Uni evaziga menga Instagramdan ham bog'lanishadi, LinkedIndan ham bog'lanishadi. Ba'zida to'g'ridan to'g'ri telefon kelgan paytlari ham bo'lgan. Ular qanaqa topgan, o'sha sayt bor edi, alohida biz agentlik uchun yaratib qo'ygan Moxie Visuals sayti. U yerda telefon raqam berib qo'ygan edim. Research qilib, meni topib, oldin Upworkdan topgan, oldin Googledan qidirgan. Video montajchilar deb turib, o'shanda men chiqib kelganman, keyin Upworkka kirgan, Upworkdan u agentlik saytiga o'tib ketgan, oxiri telefonlar ham qilyapti-da. O'shaning uchun ko'pchilik mana frilanserlar uchun juda zo'r namuna. Agar Upworkda siz profilingizni yaratib, akkauntingizni qilib, doimiy xaridorlar bilan ishlab, reytingingizni zo'r saqlab turib, mehnat qilib, chiroyli qilib qo'yadigan bo'lsangiz, xaridorlar sizga har tomondan keladi. Chunki Upworkni o'zini qidiruvda yuqori o'rinda chiqadigan doimiy ravishda algoritmi ishlab turadi va ular Google'da ham, asosiy qidiruv tizimi bo'lgan Google'da ham doimiy reklamalar olib borishadi. Bu degani faqat Upworkga foyda emas, bizga ham foyda. Bizga o'xshagan frilanserlarga ham tekinga xaridorlar keladi. O'shaning uchun Upworkda ishlashni hammaga maslahat beramiz. Frilanserlik qilish kerak. Shu yerda yana bitta narsa bor. Keyin ko'pchilik boshida masalan Upworkga o'zini rasmlarini qo'ymay, boshqa rasmlar qo'yadi yoki bo'lmasam keraksiz qatnaydi bilan nimadir boshqa tarafga qarab turgan rasmlari yoki bo'lmasam har xil qiliq qilgan rasmlar bilan kimlardir masalan ismlarini ham to'g'ri yozmaydi. Keyin ba'zi O'zbekistondagi frilanserlar ko'rganman, descriptionga shunchaki random narsalar yozib tashlagan. So'z ham shunchaki klaviatura mana shunaqa qilgan bo'ldi. Descriptionga ham, title'ga ham shunaqa bo'lgan bo'ldi. Uni o'sha uchun masalan siz masalan Upworkda bo'lsangiz, iloji boricha LinkedInda ham bo'lsangiz, boshqa joylarda ham bo'lsangiz, sizni tashqarida ham topishga osonroq bo'lsa, sizga albatta bog'lanadi. Chunki ba'zi bir klientlar bor, Upwork masalan 10% olishini biladi. Shu sababli chunki u klientdan ham oladi-da, Upwork. Klientni o'zidan ham oladi, plus bizdan ham oladi, frilanserlardan oladi. O'shandan ham masalan o'sha ozroq tejayman degan maqsadda ham sizga to'g'ridan to'g'ri bog'lanish mumkin bo'ladi. Lekin menda o'sha aytganimdek ba'zi klientlar Upworkdan chiqqandan keyin o'sha nima edi, aldab ketgan. Shu sababli boyagi tashqaridan kelgan klientim bilan intervyu qilganmiz va ular bilan ishlaydigan odamlar bilan bir intervyu qilganda men so'raganman klient haqida va amin bo'lganman, bu klient o'sha unaqa realniy, normalniy ishlashni xohlaydigan klient bo'lgan va o'shan bilan 1,5 yildan beri hozir ishlaymiz. O'rtacha bo'ladi, oyiga normalniy 1,5-1 ming tashlab turadi. Bu ham qo'shimcha daromad. Lekin ular Upworkda ko'rinmaydi. Agar bular ham hammasi Upworkda ko'ringanda, Upwork hozir 200 mingdan o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Tushunarli. Agar sir bo'lmasa, mana shu YouTube'da bizani kuzatadiganlar, umuman tarmoqlarda ham joylaymiz va tez orada aynan o'zimda ham kurs chiqadi aniq Upwork bo'yicha, o'shanda ham joylab ketamiz. Shular uchun sir bo'lmasa, sizda hozirgi paytda mana shu frilanserlikdan kelayotgan daromadni ayta olasizmi? Albatta, o'zimda daromadimni aytaman bu yerda, chunki agentstvadan tashqari o'zimga shaxsiy o'zimga keladigan daromad frilanserlik plus boyagi tashqi kontraktlar hammasi o'rtacha 10 ming bo'ladi oyiga. Zo'r. Mana bundan ortiq motivatsiya kerak emas talabalarga. Oyiga 10 ming dollar kim xohlamaydi? Boshqa korxonalarda ishlasangiz ham O'zbekistonda hali 10 ming dollar to'laydigan
korxonalar 100 tadan bitta bo'lmasa, bo'lmasligi ham mumkin-da. Yo direktor bo'lishi kerak, yo CEO o'sha kompaniyada. O'shaning uchun mana frilanserlik sizni qayergacha olib kelib qo'yishi mumkin. Zo'r. Ma'lumotni ulashganingiz uchun rahmat. Juda zo'r bo'ldi. Ko'pchilikka bu aynan hammaga pul qiziqtiradi baribir. O'sha motivatsiya bo'ladi. Endi kirib kelayotganlarga. Tak. Endi yana bitta savol. Hozir mana o'zingiz ham boya aytib o'tdingiz. Hozirgi paytda mana ChatGPT, AI kuchayib ketgan, sun'iy intellektlar. Aynan o'sha sun'iy intellektni chiqishi sizni sohangizdagi ish e'lonlarini kam yoki ko'pligiga yoki siz sohangizdagi frilanserlarga soniga yoki ishlarni sifatiga, narxlarga ta'sirini sezdingizmi qanaqadir? Albatta. Shu ChatGPT chiqqandan keyin o'zi Apple'da ekosistemasi juda ham qiyin. Anaqa shu developer tarafdan o'zidan o'zi bo'lib ketmaydi. Masalan, front-end yoki masalan veb-saytda o'zi ko'p anaqa toollar bor. O'zi srazu o'zi veb-sayt yasab, o'zi hamma narsani qiladi deb eshitardim har doim. Lekin Apple'da sal qiyinroq bo'lgan. Shu sababli Apple'ga keyinroq ta'sir qilgan. Lekin hozirgi paytlarda o'sha ba'zi bir toollar bor. Masalan, Cursor degan editing tool bor. O'shanda masalan bemalol siz kod yozdirsangiz bo'ladi. Menga shunaqangi iOS'ga kod yozib ber desangiz, u ham masalan to'g'ridan to'g'ri emas. O'sha uni editorini ishlatib, o'zingizni Xcode degan editoringizni run qilishingiz kerak bo'ladi. Bu ham to'g'ridan to'g'ri emas. Shu sababli ko'pchilik klientlar bizga chiqadi. Men deydi, o'zim deydi 80%, 90% tayyor ilova bor deydi. O'shani deydi bu yog'iga o'zi keldim deydi. Davom etolmayman deydi. O'shani deydi to'g'irlab qilishimiz kerak deydi. Keyin biz uni olamiz, qaraymiz, o'sha srazu bilamiz buni AI qilgan, aytamiz bu AIda qilingan. Undan ko'ra deymiz, bizga mana shuncha bersang, biz uni noldan qilib, yaxshigina qilib, senga arzonroq qilib chiqarib beramiz deymiz. Xuddi shunaqangi holat bizda juda ham ko'p bo'lgan va hozir ham bo'lib keladi. Klient keladi, bizda tayyor ilova bor deydi, 80% tayyor deydi. Uni ko'rsak, yurgizish ham qiyin, boshqa ham qiyin. Undan ko'ra masalan bizga $500 bersang, o'sha ilovangni biz polniy noldan boshlab qilib, yangi qilib, zo'r qilib chiqarib beramiz deymiz. Keyin bo'ldi unda o'shani qilamiz. O'zi u anaqa o'ylaydi, men sal bo'lsa ham anaqa pulni tejayman deb o'ylaydi. Balkim masalan ilova qilish ular uchun qimmat deb o'ylash mumkin. Lekin qanday ilovaligiga bog'liq. O'sha paytlarda ba'zida AIlar bizga shunaqangi tuganmagan proyektlar olib kelishga sabab bo'lyapti hozirda. O'sha AI orqali tayyorlab olib kelayotgan klientlarni proyektini muammosi nimada? Misol uchun AI yaxshi yozmagan bo'ladimi u kodlarni yoki umuman tizimga mana Xcode'da yozilishi kerak dedingiz, o'shanga umuman tushmaydimi u kodlar? Muammosi nimada asosan? Tushadi, ba'zilari tushadi, ba'zilari masalan AI eski kodlarni ham ishlatadi. Ya'ni tasavvur qiling 2 yil oldingi kod yoki masalan 1,5 yil oldingi kod. Har xil kodni klient o'zi bilmagan holda olib qo'yib tasavvur qiling, siz ustasiz, uy qurmoqchisiz, lekin qanday qilishni bilmaysiz. O'shaning uchun siz toshni ham qo'yyapsiz, ustidan anaqa suvoq qilib, keyin g'ishtni ham qo'yyapsiz, unaqa qilib. Korоче aytyapsiz, mana ko'ryapsan-ku, uy tayyor deydi. Faqat tomini yopib ber bo'ldi deydi. Keyin u proyekt yopasiz tomini, lekin uzoqqa bormaydi-da. Shunaqangi har xil kodlar olib keladi, eski kodlar yuradi, lekin uni masalan ba'zilardan strukturalari xato ketgan bo'lishi mumkin. Keyin o'zlari ham oxirgi nuqtaga boradi, boyagi proyekt yurmay qolishi mumkin. Yoki masalan noto'g'ri ishlashi mumkin. Shu taraflarda bizga chiqishga majbur bo'lishadi. Chunki baribir uni tushunmagan odam qilgandan keyin anaqa bo'ladi, muammo bo'ladi. To'g'ri, hozir AI chiqdi, AI chiqqan bo'lsa ham, lekin uni o'sha programmist tushungandan keyin u qaysi kodni qayerga qo'yishni bilgani uchun AI foydali. Lekin bilmagan odam uchun AI hozircha juda qiyin masala. Aha, tushunarli. Narxlar jihatdan ta'sir qildi deb o'ylaysizmi? Xaridorlar misol uchun AI chiqib ketdi-ku, mana arzonroqga qildira olaman degan fikrda proyektlar narxlarini tushirishi, shunaqa holatlarni sezganmisiz? Ko'pchilikda seziladi bu, chunki
har xil proyekt bor. Masalan, Upworkda kuniga masalan 1000talab, 2000talab proyekt qo'yiladi, masalan, ishlar qo'yiladi. Uni ko'pi shu AI bo'lgani uchun arzonroq deb hisoblaydi o'zlari. Lekin haqiqatdan ba'zi ilovalar bor, AIda qilsangiz juda ham tez. O'shaning uchun masalan $100 ish bo'lsa ham olaveramiz, $200 ish bo'lsa ham olaveramiz. Chunki biz bo'ldi, masalan, AI qiladimi, bo'ldi qilishga. Hozir shunaqangi zamon, qilish uchun iloji bormi, AI qilyaptimi, farqi yo'q. Olish kerak, sotib qilish kerak, bo'ldi. Asosiy shu. Zo'r. Ana shu joyda zo'r maslahat bo'ldi. Mana yangi buni sitata qilib qo'yish kerak sizni gapingizda, Bekzod Rahmatov deb. Hozirgi paytda agar ishni AI qilyaptimi, bo'ldi, AI qilishi kerak. Uni haqida muammolar qilib, AI chiqib ketdi, ishimni olib qo'yapti, qanaqa qilaman, yo buni o'zim qilib beraman, boshqa emas. AI qilyaptimi, AI bu ishni qilishi kerak. Bekzod Rahmatov. AI qilish kerak, pulni olish kerak. Shuna, AI qilish kerak, pulini olish kerak. Zo'r, gap yo'q. Endi deyarli mana shu podkastimizni oxiriga ham kelib qoldik. Ancha narsa haqida gaplashdik. Rosa ham xursand bo'ldim, avvalambor. Mana shu bugungi bo'lgan podkastda insightlar, juda ko'p insightlar berdingiz, ochiq suhbat qildingiz, hech narsa yashirib nima qilmadingiz. O'shanda ham mazza qildim o'zim ham. Endi frilanserlikni boshlayotgan o'zbekistonliklarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Endi boshlayotganlarga maslahatim ko'proq ishlarga topshirish va to'xtab qolmasdan sabr qilib, bir oy bo'ladimi, ketma-ket. Har doim aytganman, ketma-ket, ya'ni consistency, to'xtamasdan topshiraverish kerak. Xohlagan любой sohaga kirsangiz, to'xtamasdan nimadir qilsangiz, qachonki bitta natijaga erishasiz. Masalan, YouTube'da ham siz 20 ta, 30 ta, 50 ta, 100 talab video qo'yasiz, lekin qaysidir videongiz uchadi va sizga omad olib keladi. Shu sababli Upworkda ham shunaqa proposal topshirish kerak. Qaysidir ishlaydi, qaysidir ishlamaydi, lekin o'shani ishlaydigan anaqasini sabr bilan kutish kerak. Asosiysi shu. Tushunarli, zo'r. Keyin o'zingiz bilan gaplashganimda aytib o'tdingiz, hozirda siz aynan o'sha frilanserlarga yangi Upworkni o'rganmoqchi bo'lganlarga o'zingizni bir sistemangiz yo'lga qo'ygan ekansiz. Shu haqida ham bitta gapirib o'tsangiz. Albatta. Men hozir O'zbekistonda Telegramda Top Talents degan yopiq kanal ochganman. Bu kanalda maqsadi men o'sha Upworkda, masalan, frilanserlik yo'lida nima qilayotgan bo'lsam, hammasini ochib ko'rsataman. Qanaqa necha pulga kontrakt oldim, necha pulga yopdim, qanaqa suhbat bo'ldi, nima muammolar bo'ldi, nima yechimlar bo'ldi, hammasini va o'zim bilgan shaxsiy tajribamni o'sha kanalda kundalik masalan yoritib bormoqchiman. Bu masalan o'ylayman, O'zbekistonda masalan kimdir o'ylashi mumkin, hamma katta gapiradi va Upworkda bunaqangi natija olish qiyin deb o'ylaydi. O'shaning uchun men o'zim realniy keyslarni ko'rsatmoqchiman. Masalan, $5000 kontrakt oldimmi? $5000. Mana $3000 kontrakt oldimmi? Mana $3000. Hech qanaqangi anaqa yopiq narsa bo'lmaydi. Shtobi O'zbekistondagi frilanserlarga motivatsiya berib, O'zbekistonda frilanserlikni kuchaytirish maqsadimiz bor. Chunki hozir o'zingiz bilasiz, O'zbekiston har tomonlama anaqa yer tomonlama masalan yopiq davlat. Uni masalan siz biron bir narsa qilib, qayergadir eksport qilib chiqarish bu O'zbekiston uchun qimmatga tushadi va eng yaxshi va oson usuli bu frilanserlik. Frilanserlikni o'rgansangiz, siz Yevropadan ham ish olishingiz mumkin, Amerikadan ham ish olishingiz mumkin, Osiyodan ish olishingiz mumkin. Bu bizga juda ham qulayliklar beradi. Ya'ni undan tashqari o'zimizning davlatimizda ham bu narsaga juda ham katta e'tibor berilyapti hozir. Ya'ni o'zingiz band qilish orqali siz hech qanaqa soliq to'lamasdan ishlashingiz mumkin. Bu juda ham katta plyus. Chunki masalan Koreyada tursangiz, Koreyada ancha-muncha soliq to'laysiz. Ya'ni frilanserlik orqali pul kiritsangiz ham soliq to'laysiz. Shu narsalar O'zbekistonda juda ham katta rivojlanyapti. Shu sababli meni asosiy maqsadim O'zbekistonda
kamida masalan 10 mingta 100 mingtalab masalan frilanserga masalan oyiga stabilniy 2000 3000 topadigan natijaga erishmoqchiman. Bu meni asosiy maqsadim. Zo'r. Judayam katta va muhim maqsadni yo'lga qo'yibsiz. O'zbekistonda 100-200 ming frilanserga oyiga kamida 1000-2000 dollar topa olish imkoniyatini yaratib berish. Judayam zo'r. Bunda sizga omad tilayman va sizni o'sha Telegram kanallaringizni qanday bog'lanish hammasi haqida ma'lumotlarni biza yozib qoldiramiz videoda. Bugungi suhbatingiz uchun kattakon rahmat sizga. Juda ko'p insaytlar uchun, barcha ma'lumotlar uchun, hammasi uchun kattakon rahmat. Aynan siz biza Moxie Schoolda siz uchun bitta sovg'amiz bor. Ana shu coaching course'ni birinchi mehmoni bo'lganingiz uchun sizga bitta sovg'amiz. Bu sovg'a nima? Siz bizani Moxie School platformamizda 1 yil davomida o'zingiz kurs yaratadigan bo'lsangiz, o'sha kursni 1 yil davomida bemalol hech narsa qilmasdan shu tekinga joylab, o'sha yerda kursingizni sotuvlarini amalga oshirishingiz, o'zingiz o'quvchilaringizni yig'ishingiz bemalol mumkin. Platformamizni sizga qisqacha tanishtirib ham o'taman, qanaqa ishlaydi. Unda asosiy aytib o'tadigan bo'lsam, bemalol siz o'quvchilarning statistikalarini ko'ra olasiz. Kim qaysi kursni o'qiyapti, qancha foiz o'qidi, ularga baho berish, testlar, hammasi. Keyin o'zingiz darslaringizni joylab borishingiz, yangi e'lonlar qoldirishingiz, o'quvchilar bilan gaplashishingiz, hammasi o'sha bitta platforma o'zida bo'ladi. Bemalol o'sha kursni o'zingiz yaratadigan bo'lsangiz, yaqin oralada agar rejangiz bo'lsa, bolalarga qaysidir sohada o'zingiz sohangizni o'rgatmoqchi bo'lsangiz, bizning platformaga joylashingiz mumkin. Bu ko'pchilikka foyda olib keladi. Shu taklif qilganingiz uchun rahmat. Chunki o'zim ham anchadan beri masalan bu narsani ommaga tarqatish bo'yicha o'ylab yurgandim. Lekin sizga o'xshagan masalan kanali borlar suhbatga chaqirgani bu juda ham foydali. Chunki sizda ham masalan ko'pchilik kuzatadi va buni ko'pchilik biladi. Shtobi masalan frilanserlik yaxshi narsa. Men o'zim o'ylayman, O'zbekistonda hali ham ko'pchilik anaqa developerlar bor. Masalan, Upwork desa, Upwork bu juda ham arzon joy. U yerda masalan ishlasa, masalan 200 dollar ishlash mumkin degan joy deb o'ylaydi ko'pchilik. Lekin buni ustida ishlansa, bu albatta masalan oylik ishdan tashqari ham masalan 1000-2000 dollar qo'shimcha qilish bemalol qilsa bo'ladigan joy. Chunki hammaning o'zining rizqi bor, nasibasi bor. Albatta sizlar harakat qilsangiz, sizlarga beramiz deyishgan. Shu sababli bu harakatdan to'xtamaslik kerak. Ya'ni qo'shimcha narsalarni ham, yangiliklarni ham o'rganib, masalan, Upworkda ko'rish kerak. Masalan, Fiverr bor, unda ham ko'rish. Hozir o'zim ham Fiverrda akkaunt ochdim, endi ko'raman. Bu yerda ham nimadir qila olamanmikin, yo'qmikin? Zo'r. Demak, u haqida ham o'sha kanalingizda aytib yoritib borasiz. Aytaman. Hammasini ochiq oydin, masalan, Fiverrda birinchi ishimda hali olmadim. Masalan, ko'pchilik aytadi, men yangiman, ish ola olmayman deyish mumkin. Mabodo masalan Fiverrda ham ish olsam, mana ish oldim. Yaqinda ochdim kanalimni, shuni hammasini aytib ketishim mumkin. Upworkda ham xuddi shunaqa. Ish olganimda ishni oldim, ish topshirdim, mana shuncha pul chiqardim, mana shunaqa pul bo'ldi. Ya'ni hamma o'zi bilib turadi. Tushunarli. Men o'zim Upworkdan tashqari Fiverrda ishlaganman 1 yil davomida. Statistika bo'yicha yozib qo'ygan edim. 17,883 dollar topganman o'sha Fiverrning o'zidan. Juda ham yaxshi. Faqatgina u yerda o'sha xaridorlar o'zi bog'lanishadi, o'zlari kichik videolar bo'lsa ham qilib, o'shalarning ishini qilib berish orqali o'sha daromad yig'ilgan. Menimcha frilanserlikda onlayn o'zingizni imkoniyatingizda faqat shunchaki uyingizdan turib ishlash uchun har qanday summa qadrli summada. O'zingiz erkin vaqtingizda. O'shaning uchun Fiverr bo'ladimi, Upwork bo'ladimi, maslahat beramiz. Frilanserlikka jiddiy qarab kirib kelishinglarni hammaga tilab qolamiz. Yo'q, hammaga maslahat berib qolamiz. Albatta.
eng asosiysi to'xtamaslik kerak. Eng asosiysi to'xtamaslik. Proposallarda bo'ladimi, kontraktlarda doimiy ish topolmasligingizdagi stresslar sabab taslim bo'lib ketish kerak emas. Doimiy ishlayverish kerak, doimiy topshirish kerak. O'shaning uchun hammaga omad tilab qolamiz. Aynan Upworkda muvaffaqiyatga erishgan o'zbek frilanserlari $10,000, $20,000, $30,000, $50,000, $100,000, $200,000 daromad topgan frilanserlar qatoriga siz ham qo'shiling. Hoziroq kursimizdan ro'yxatdan o'ting va o'zingizning sevgan kasbingizda daromad olish potensialingizni o'zingiz uchun yarating.